Allohumma robbi yassir va la tuassir va tammim bil xayr. Aziz talabalar, bugun mana sizlar bilan navbatdagi kitobimiz o'tish vazifasini bajarib beruvchi kitob. O'zbekcha kitoblarni arab tilida arab tili ilmlarini o'rganishga xoslangan o'zbekcha kitoblarni o'qib tugatgandan keyin arab tilida yozilgan nahvu sarf kitoblariga o'tish bosqichida sizlarga yordamchi bo'ladigan, sizlarga ko'prik vazifasini o'tab beradigan navbatdagi kitobimiz boshlash arafasida turibmiz. Kitobimiz nomi shu yuqorida aytib o'tdik. Bidayatun Nahu, musannifi Marwan al-Kurdi degan Azharni bitiruvchilaridan bo'lgan yosh olimlardan hisoblanadi. Azhar ulamolari Azhardagi arab tili va adabiyoti fakultetini nimalari, raislari, mudirlari bu kitobga murojaat qilib, muqaddima yozib berishgan. Sekin hozir mana shu kitobga kirishamiz. Kitobning boshida muqaddima qismi bor. Muqaddima qismida ajoyib bir narsa zikr qilingan. Uncha kitobda nahv kitoblarida kelavermaydi. Har bitta ilmni boshlashdan oldin ana o'sha ilmni boshida al-mabadi al-ashara degan narsa bor. Har bitta ilmga bu islom an'anasiga ko'ra, islom ilmiy an'anasiga ko'ra bu narsa joriy qilingan. Har bir ilmni boshida 10 mabda deyiladi bu. O'zbek tilida oladigan bo'lsangiz 10 ta mabda. Al-mabadi al-ashara. Al-mabadi al-ashara nima desanglar, bir fanni o'rganishdan oldin talaba bilishi lozim bo'lgan 10 ta asosiy masala. Ana o'sha fan doirasida bir fanga kirishishdan oldin ana shu fanni atrofida aylanadigan, har bitta ilm atrofida aylanadigan 10 ta asosiy masala bor. Bular asosan mana shu 10 ta asosiy masalani ulamolar mantiqda, usulda, fiqhda, hadisda, tafsir kabi fanlarda muqaddimalarda zikr qilib o'tishadi. Nahv kitoblarida ham uncha topavermaysiz. Mana bu yerda musannif juda bir chiroyli uslubda, ajoyib uslubda Alloma Sobban rahmatullohi alayhni nimalardan kelib, baytlardan keltirib siz bilan menga ta'riflab o'tgan. Ya'ni 10 ta asos. Ilmni har bir ilmni boshida bo'ladigan 10 ta asos, 10 ta asosiy masala. Muqaddimatun fi ilmi an-nahwi va bayani mabadi'ihi. Xo'p, bizda o'qish masalasi kimga kelib to'xtagan? O'qish masalasi oxirida kim o'qigan? Oxirida Yunusxonga kelib to'xtagan ekan. To'g'rimi Yunusbek? İnşallah shunday bo'lishi kerak ustoz. O'qing. Bismillah. إن Bismillah. لكل علم مبادئ يجب على الطالب أن يعرفها قبل الشروع فيه. وقد جمع الصبان هذه المبادئ في أبيات وقال. Tarjima qiling. Albatta har bir ilmga kirishlikda talabalarning bilib olishligi kerak bo'lgan narsalar bor, ya'ni mabadiylar bor, asoslar bor. 10 ta asos bor. Shuru degani, bir narsaga boshlash, bir narsaga kirishish degani. Demak, har bir ilmga kirishayotganda ana o'sha ilmga kirishishdan oldin talaba shu ilm atrofida aylanadigan 10 ta asosni o'rganish kerak. Ana shu 10 ta asosni hozir sekin ko'ramiz. O'qing. من الرجز إن مبادئ كل فن 10 الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والوادع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعد بالبعد اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. Haza mana ismi ishora emas bu. U eshitib turganlar haza deyapti deb turib, haza ismi ishora emas, bu yerda boshqa ma'noda kelyapti. Xo'p, demak buni bizga kim jamlagan Yunusbek? Mana bu baytning sohibi kim? As-Sobban, ya'ni Sobban, Sobban. Alloma Sobban. Alloma Sobban rahmatullohi alayhi. Demak, tarjima qiling. Keyin tarjima qilib bering. Albatta har bir fanning asosi 10 tadir. Al-haddu uning chegarasi, val mavdu'u uning mavzusi, ya'ni o'rganadigan narsa, summa samara so'ngra uning samarasi, ya'ni shu ilmni o'rganganingizdan keyin mana qarang, foydasi. had nima desangiz, had ilmni ta'rifi. Ya'ni bu fan nimani o'rganadi? Mavzu, ilmni mavzusi, ya'ni ilm, mana shu ilm tadqiq qiladigan masalalar, narsalar nima haqida tadqiq qiladi mana shu mavzu. Endi siz mana shu mavzularni tadqiq qilganingizdan keyin nima samara ko'rsatadi mana shu ilm? Shu ilmning samarasi sizda nimada ko'rinadi?
Ana shu narsa. Keyingisi. Hmm? ونسبة وفضل هو الوادع يعني Hmm? نسبة نسبة Nisbat bu ilm qaysi ilmlarga nisbat beriladi? Boshqa ilmlar bilan orasidagi farqi nima? آه. Boshqa ilmlar bilan farqi emas, boshqa ilmlar bilan aloqasi nima? مم. Qaysi uning ilmlarga aloqador ilm bu? Hmm? uning nisbati va fazilati va Fazilat. vadi' uni yaratuvchisi Ya'ni yaratuvchisi emas, uni tuzuvchisi haligi vahdiya degani bir narsani iste'molga kiritish, bir narsani qo'yish. Shu ilmni kim nima qilgan iste'molga kiritgan? aha, tuzuvchi Hmm? shaxs Hmm. val ismu Asos soluvchisi deylik. Asos asos soluvchisi, soluvchisi asos solgan shaxs. val ismu Shakllantiruvchisi. Mhm. uning nomi Hmm. al istimdadu Istimdod o'sha ilmni manbalari nima? Mana shu ilm, masalan, nahv, nahvdagi manbalar nima? Biz mana shu nahvdagi ma'lumotlarni, hukmlarni qayerdan olamiz? Manbasi nima buni? Masalan, fiqhda dalil olinadi. Dalil olinadi. Dalil qayerdan olinadi? Qur'ondan, sunnatdan, ijmodan, qiyosdan, to'g'rimi? Hm? Aqoidda dalil olinadi. Tafsirda dalil olinadi. Boshqa ilmlarda, mantiqda dalil olinadi. Masalan, endi bu nahv ilmini dalil oladigan manbasi nima? Qayerdan olinadi bu nahv ilmi? Ana shu masala. Keyingisi, hukmu shari' ya'ni ha? Shar'iy hukmi buni. Shar'iy hukmi nima? Masalan, farzmi, vojibmi, farzi kifoyami, farzi aynmi? Ha? Ba'zi ilmlar bor farzi ayn, to'g'rimi? Ba'zi Mhm, ilmlar bor farzi kifoya, ba'zi ilmlar vojib, ba'zi ilmlar mustahab, to'g'rimi? Mana mhm. shu jihatdan. Hozir bularni pastda endi bitta-bitta beradi. Mana Mas uni birinchi asosni tarifi nima, unga kiradigan narsalar nima, sekin pastda bitta-bitta bayon qilib beradi. O'qing. aha. Masailun ya'ni undagi masalalar Ha, bo'lib o'tadigan masalalari nima? Boblari nima? Mana shu ilm ichidagi masalalar nima? Boblar nima? O'qing. والبعض بالبعد اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف Mhm. ya'ni ba'zi Al-ba'du bil ba'di iktafa. Ba'zisi bilan nima bo'ladi? Bir-biriga kifoya qilib ketadi. Va man dara al-jami'a, al-jami'ada murod nima? Tepadagi o'tilganlar, to'g'rimi? Mhm. Mhm. ya'ni bularning hammasini o'rgangan odamga bu ya'ni nima deydi? Haza nima degani? Haza Ha- degani qo'lga kiritmoq degani. Qo'lga kiritibdi degani. Endi mana shu nima? Shularni kim o'rgangan bo'lsa, daro degan nima degani? Aytinglar bilmoq boshqalar. Daro bilmoq degani. Kim endi mana shularni jamiyasini, hamma 10 tasini biladigan bo'lsa nima qilibdi? Sharafni qo'lga kiritibdi. Abdulloh aka bormisiz? Abdullohxon aka. Kim bor? Muhammad Rasul aka bormi? Assalomu alaykum rahmatulloh. Shu yerdaman ustoz. Istimdod nima ekan? Istimdod. Istimdod buni nimalari deysiz ustoz? Manbalari qayerdan olinishi? Ha, istimdod manbalari ekan. Ahsant. Al-Wadi' nima ekan? Al-Vadi uni ya'ni asos solgan odam. Ya'ni Ha, asosan kim turishi shakllantiruvchisi. Nisbatun, shakllantiruvchi. nisbat nima Bu ekan? nisbati uni nisbati dedik-ku unga. Hop, nisbat ya'ni nima degani u? boshqa fanlar bilan bog'liq tomoni. Boshqa Mana uni shu aloqasi, ilmni, o'rtasidagi aloqasi. mana shu ilmni boshqa ilmlar bilan aloqasi, nisbati boshqa ilmlar bilan qay darajada aloqa qiladi? Qay darajada kirishadi boshqa ilmlarga? Ana shu masala. Masalan, nahv bilan biz qaysi ilmlarga kira olamiz? Hozir sekin pastda beradi hammasini. O'qing Yusbek. فانطلاقا من هذه الأبيات نقول وبالله التوفيق عن مبادئ علم النحو Hmm. Fantilaqon. Ana shu mana shu narsalardan yuqorida o'tgan baytdan o'tgan holatimizda, mana shu baytdan o'tgan holatimizda billahi tavfiq, tavfiqimiz Alloh bilan aytamizki, an mabadi ilmin nahv. Biz qaysi ilmga kirishyapmiz? nahv ilmiga
Nahv ilmiga kirishyapmiz. Endi nima qilamiz? Nahv ilmini atrofida aylanadigan ana shu 10 ta mabadi haqida gaplashamiz. Birinchisi, al-mabda'ul awwal. Birinchi asos. حد النحو فسيأتينا بإذن الله تعالى حده لغة واصطلاحا. Ya'ni nahvning haddi, ya'ni undagi bo'ladigan ishlar va uning chegarasi, undagi Ta'rifi. va biz kelamiz Allohning izniyle, Alloh taoloning izniyle yaqin orada uning lug'at jihatidan, ya'ni so'z lug'aviy Aha. shaklidan va istilohiy ma'nolarini o'rganamiz inshaalloh. Ahsan. Hozir mana bu 10 ta al 10 ta al mabadi al-asharani o'tib bo'lgandan keyin musannif tushuntirib bo'lgandan keyin nima qiladi? Nahvga ta'rif beradi. Nahvning lug'atan ta'rifi nima? Istilohan ta'rifi nima? Ana shu narsani o'rgatadi. Aytadi. Shuning uchun aytayapti, hozir biz buni bu yerda zikr qilmaymiz. Bu yerda zikr qiladigan bo'lsak, yana qayta zikr qilishimizga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun ozgina kutib turasizlar. Nahvning haddi masalasida pastda mavzu keladi deyapti. Endi bir ilmni haddi nima desalar, bir ilmni haddi ana o'sha narsani mohiyatini ochib beruvchi aniq bir ta'rifidir. Masalan, ta'rif shunday bo'lishi kerak. Ta'rif ma'ni bo'lishi kerak, jomi bo'lishi kerak. Ma'ni degan, jomi degan nima degan desa, ilmni ana shu ilmni ta'rif, bir ilmni ta'rifi shu ilmni boshqa ilmlardan ajratib turish kerak. Ortiqcha bo'lib ketmaslik kerak, uzun bo'lib ketmaslik kerak, o'ta qisqa bo'lib, kam bo'lib qolmaslik kerak, tushunmaydigan darajada. Ilm nimani o'rganishini aniq darajada ko'rsatib beradigan bo'lishi kerak. Buni foydasi nima? Bir ilmni haddini bilishni foydasi nima desangiz, masalan, hali ko'ryapsizlar. Ba'zi savol kelib qoladi. Ustoz, mana bu kitoblarni o'qidim-ku, lekin kim mana bu kitoblarni o'qidim deydi. Kitob muallifi kim desangiz, subhanalloh, muallifi yo'q, esimdan chiqib qoldi-da, muallifi esimda yo'q, yodimdan ko'tarilib qolibdi deydi. Ana shu talaba shu kitobni o'qigan, lekin ana shu kitobni mabadiylari haqida yaxshi mabadiylari bilan 10 ta asos bilan yaxshi shug'ullanmagan. Shu sababdan kitobning muallifini nima qiladi? Esdan chiqarib qo'yadi. Bu nima degani? Bir kitobni o'qib muallifni esdan chiqarib qo'yish, bir narsani birovni bir narsasini o'sha egasidan so'ramasdan olib ishlatib, foydalanib, haligi egasi kimligini bilmasa yana qaytarib qo'yib qo'yish degani. Bir kitobni o'qiyapsizmi, o'sha kitobni musannif kim ekanligini, qay darajada inson bo'lganligini juda yaxshi bilish kerak, juda yaxshi anglash kerak. Bu talabaga baraka keltiradigan, haligi bu yozilmagan qoida talabaga baraka kelishiga sabab bo'ladigan narsalardan bittasi. Endi bu ta'rifsiz ilm o'rgansa nima bo'ladi desangiz, ta'rifsiz ilm o'rganish, bir ilmni haddini bilmasdan ilm o'rganish yo'nalishsiz safarga chiqishga o'xshaydi. Talaba shu bir kitobga kiradi, o'sha ilmni boshida nima o'rgatayotganligini yaxshi anglab olmaganligini sababidan, o'shani hisobidan nima o'rganayotganini bilmay yuraveradi. Ta'rifsiz ilm o'rganish yo'nalishsiz safarga chiqishga o'xshaydi. Keyingisini o'qing. المبدأ الثاني موضوعه علم النحو يبحث في الكلام في الكلمة والكلام إعرابا وبناء. Yani ikinci mabda shuki, uning mavzusi nahv ilmi yabhasu, ya'ni kalima va kalomdagi, so'z va gapdagi i'roblarni va binolarni o'rganuvchi fandir yani. Qarang, yabhasu fil kalimati val kalami dedi. Endi aytdiki, kalima bilan kalomda bahs qiladi dedi. Qaysi jihatdanligini aytmadi. Endi tamyiz bilan qaysi jihatdanligini aytayapti. Nima deyapti? Kalima bilan kalomni i'rob jihatidan, bino jihatidan o'rganar ekan. Demak, nahv ilmi kalima bilan kalomni o'rganadi. Kalima bilan kalomni qaysi jihatdan o'rganadi desangiz, i'rob bo'lish jihatidan, ya'ni oxirdagi harakatlarning o'zgarish jihatidan va oxirdagi harakatlarning o'zgarmasdan bino bo'lish, o'sha sobit qolish jihatidan o'rganadi. Demak, kalima bilan kalom, masalan, kalimani yasalishini o'rganmaydi ekan, to'g'rimi? Kalimani yasalishini qaysi fan o'rganadi? Sarf. Biz buni sarf o'rganadi, to'g'rimi? Kalimani yasalishini o'rganmas ekan. To'g'rimi? Kalimani ma'nosini o'rganmas ekan. Kalimani ma'nosini nima o'rganadi? Qaysi fan o'rganadi? Sarf fan. Yo'q, kalimani sarf ham bo'ladi, lug'at o'rganadi. Ilm lug'a o'rganadi, to'g'rimi? Endi bu yerda nahv ilmi nimani o'rganadi? Nima haqida bahs qiladi desangiz, kalima va kalomni i'robi. Kalimani i'robi degan nima degani? Kalimani oxiridagi harakatlarni omillar sabab
omillar turli xil bo'lish sababidan o'zgarish degan rofga, nasbga, jarga, jazmga o'zgarishi. Shu narsani o'rganadi, to'g'rimi? Kalimani boshidagi harakatni o'rganmaydi, o'rtasidagi harakatni o'rganmaydi, balki oxirini o'rganadi. Mhm. Yoki i'rob bo'lish jihatidan yoki bino bo'lish jihatidan. Bir ilmni mavzusi degan nima degani desanglar, ilmni mavzusi shu ilm qaysi narsani tadqiq qilishini bildiradi. Mana shu ilm nahv ilmi nimani tadqiq qilar ekan? Kalima bilan kalomni tadqiq qilar ekan. Qaysi jihatdan tadqiq qiladi? I'rob va bino jihatidan tadqiq qiladi. Masalan, mantiq nimani tadqiq qiladi? Ma'qulotlar hali o'rganamiz sizlar bilan xudo xolasa. Tafakkur qoidalarini nima qiladi? Bahs qiladi. Fiqh nima bo'ladi? Nima haqida bahs qiladi? Fiqh aytinglar. Hukmlar. Mukallaf bandani amallari haqida. Mukallaf banda kim? Bo'yniga o'sha shar'iy ahkomlar yuklangan banda, ya'ni balog'atga yetgan banda, to'g'rimi? Mukallafni amallari haqida bahs qiladi. Hadis nima haqida bahs qiladi? Hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni so'zlari, amallari, taqrirlari jihatidan, siratlari jihatidan bahs qiladi. To'g'rimi? Misol bir qism ta'rifini oladigan bo'lsak. Endi bu yerda nahvni bahs qiladigan masalasi nima ekan? Kalima va kalomni i'rob va bino jihatidan o'rganadi. Xo'p, Yunusbek, rahmat. Buni ikkinchi mabdani foydasi nima desanglar, buni bilishdan nima manfaat desanglar, ilmni doirasidan chiqib ketmaslik, boshqa fanlar bilan chalkashtirib yubormaslik. Bir ilmni haddini yaxshi biladi, mavzusini yaxshi biladigan bo'lsangiz, haddini yaxshi biladigan bo'lsangiz, o'sha ilm doirasidan chiqib ketib qolmaysiz, o'sha ilm da bahs qilayotgan paytingizda. Boshqa fanlar bilan chalkashtirib yubormaysiz. Xo'p. G'ulom aka bormi? G'ulomjon aka. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshimisiz aka? Ko'rib tugatdingizmi? Darsliklarda, videolarda biz bergan vazifalarni bajarib tugatdingizmi? Ozroq qoldi ustoz. O'qiysizmi? O'qingchi. 3-chi mabdaga keldik. Mabda'u salisu. Samaratuhu fahmul al-kalami al-arabiy wa siyanatu al-lisani anil xatoi. Yaxshi. Tarjima qiling. Samaraligi, foydasi deyapti. Uni arablarni kalomini tushunish. Arablar kalomini tushunish, keyin tildan xatoni saqlashda. Tilni xatodan saqlash. Demak, bir ilmni samarasi nima desanglar, ana shu ilmni o'rganishdan talab ilm, ya'ni o'sha kitobni, o'sha ilmni o'quvchi odam qanday foyda oladi? Ana shu savolga javob beriladi bu yerda. Ya'ni masalan, aql charxlanadimi, mantiqda o'qib turib, masalan, aql charxlanadi, tafakkur o'zini joyiga keladi. Fikrlash, dalillash. Masalan, fiqh bilan aqida o'qiydigan bo'lsa, amal to'g'rilanadi. Fiqh bilan amal to'g'rilanadi, aqida bilan e'tiqod to'g'rilanadi. Men endi mana bu ilmlar mashhur bo'lganligi sababidan shu ilmlarni misol qilib keltiryapman. Endi nahv ilmini o'rganishning samarasi nima ekan desa, arablarni arabiy kalomini tushunish, arablarni kalomini tushunish, arabiy kalomini tushunish. Arabiy lug'atni tushunish va tilni o'sha arabiy kalomda xatodan saqlashni o'rgatadi. 4-chisini o'qing. Al-mabda'u rabi'u fazluhu. La yasilu al-mar'u ila rutbati al-ijtihadi min g'ayri zobitin ta'man lihaza al-ilmi. 4-si uni fazlidan inson shu mukammal egallashda xatodan saqlash. Endi qarang. La yasilu al-mar'u. Al-mar'u kishi yetmaydi. La yasilu yetmaydi ila rutbatil ijtihadi. Ijtihod martabasiga yetmaydi. Nimasiz desa, min g'ayri dobitin tammin li hadal ilm. Bir odam bir ilmni darajasida ijtihod martabasiga yetdi. Shu ijtihod qila olyapti o'sha ilmda. O'sha ilm masalalariga juda chuqur kira olyapti. Bu narsa nimaga dalolat qiladi? Ana o'sha insonni mana shu ilmni nima qilganligiga dalolat qila oladi. Dobitin tammin. Tamoman o'zida zobit qilgan.
o'ziga bog'lagan o'sha ilmni chuqur o'rgangan, yodlagan, tahqiq qilgan, tadqiq qilgan, takror qilgan, murojaat qilgan, ha? O'sha ilmni ichida suzadigan darajaga kelgandan keyingina o'sha ilmni ichida ijtihod qila oladi. Bo'lmasa bir ilmni yaxshi bilmasdan turib, masalan, haligi sizni kasbingiz bor, o'zingizni mutaxassisligingiz bor, novvoychilik. Novvoychilikni yaxshi bilmagan odam shunday kelib tandirga kirib keta oladimi, o'g'lom aka? Yo'q. Yo'q, tandirga kirib ketadigan bo'lsa, boshqachaga kirib ketadi. Olovga kirib ketadi. Nima qilish kerak? Tandirga bemalol kirib, shunday bemalol erkin harakatlar bilan non yopish uchun siz novvoychilikni ta'min qilishingiz kerak. Ta'min qilishingiz kerak. Shundagina novvoychilik masalasida ijtihod qila olasiz. Xohlasangiz bunaqasiga kelib non yopasiz, xohlasangiz bunaqasiga kelib non yopasiz. Nahvda ham nahvni o'sha iste'molga ehtiyoj tug'ilgan paytda yaxshi ishlata olishingiz uchun nima qilgan bo'lishingiz kerak? Nahvga yaxshi kirgan bo'lishingiz kerak. Nahvni tamoman dobit qilgan bo'lishingiz kerak, o'zingizni mustahkamlagan bo'lishingiz kerak. Lizalika o'qing. ولا يفهم الكتاب والسنة على وجهه إلا به بمراعاة قواعده kitob va sunnatni uni tushunib bo'lmaydi qoidalar bilan. Yo'q. Yaxshi tayyorlanmabsiz ozgina. Esdan chiqdi ustoz, ancha bo'ldi dedi bu. Takrorlash kerak. La yufhamu al-kitabu va sunnatu. La yufhamu qanday fe'l? Majhul fe'l, to'g'rimi? Kitob bilan sunnat tushunilmaydi. Ala wajhihi, ya'ni kitobni kitobligicha, sunnatni sunnatligicha tushuna olmaysiz. Illoki bihidagi hi qayerga qaytadi? Aytinglar. Kim aytadi? Bihidagi hini qayerga qaytaramiz? Kim bor darsda? Marhamat. Aytavringlar. Nahvgami ustoz? Yo'q, bu nahv emas. Asosgami ustoz? Fazl. Yo'q, fazlga emas. To'g'ri, nahvga qaytarsa ham bo'ladi buni. Mana shu asoslargami yoki? Yo'q. Endi o'sha kishi faqatgina u bilan kishi yetadi degan ma'noga kelmaydi. Kitob bilan sunnat qaysi tilda? Arab tilida. Arab tilida, to'g'rimi? Ana endi siz o'sha arab tilini tamoman dobit qilib, nahvni tamoman dobit qilmaguningizcha, uni qoidalariga to'la to'kis muroa degan nima degani? Rioya qilish degani, to'g'rimi? O'sha nahvni tamoman dobit qilib, unda ijtihod darajasiga yetib, nahvni qoidalarini tamoman rioyasini qilib, o'zini o'rniga qo'ymaguningizcha, kitob bilan sunnatni o'sha kitob va sunnatligicha tushuna olmaysiz. Asl holatida tushuna olmaysiz. Xato qilasiz, xato tushunasiz. Demak, nima bo'lyapti? Kitob bilan sunnatga kiradigan, tushunishda yordam beradigan asosiy birinchi masala nima bo'lyapti? Til bo'lyapti, arab tili, nahv bo'lyapti. Lidalika o'qing. ولذلك تواترت كلمات العلماء في مدحه والترغيب فيه. Endi shu kabi ulamolar uni madh qilishda, keyin targ'ib qilishda ketma-ket ulamolar kelgan. Shundaymi? Ya'ni tavotorat degani ketma-ket degani, tavotur mutavotir xabar deb eshitgansizlar, mustalahul hadisda xudo xolasa hali o'qiysizlar, mahat madrasaga kirsanglar, mustalahul hadisda mutavotir xabar degan bir xabar bor. Mutavotir xabar nima desa aytiladiki, la yatawahhamu tawatu'uhum 'ala al-kazibi deydi. Nima degani bu desa, ana shu xabarni yetkazayotgan odamlarning soni yolg'onga kelishib ololmaydigan darajada ko'p degani. Endi nima deyapti bu yerda? Shu sababdan kitob bilan sunnatni tushunishga nahv kerak bo'lganligi, nahvning qoidalari kerak bo'lganligi sababidan ulamolardan nahvga targ'ib qilish, nahvni madh qilish, maqtash, nahvni ahamiyatini anglatish masalasidagi xabarlar mutavotir holatda kelgan. Shunchalik ko'p ulamolar aytganki, bu bo'lmagan gap. Nahvsiz ham bo'laveradi deydigan odam topilmaydi. Topilgan bo'lsa ham u odam o'zini aqlida gapirmayotgan, sog'lom aql bilan gapirayotgan odam bo'lmaydi u. O'zini aqlida gapirmayotgan bo'ladi. Demak, nahv masalasidagi
nahvni ahamiyati haqida, nahvdagi masalalarning ahamiyati haqida, nahvni talab ilmga qay darajada ahamiyatli ekanligi haqidagi xabarlar ulamolardan mutawatir holatda yetib kelgan. Keyingisini o'qing. Al-Mabda'ul Xomis. المبدأ الخامس نسبته من علوم اللغة العربية. Arab lug'ati ilmlaridan nisbatidir. Endi biz bu nahv ilmini masalan men qaysidir oilaga nisbat berilaman, to'g'rimi? Siz qaysidir bir oilaga nisbat berilasiz. Masalan, o'zbeklar qaysidir bir millatga, haligi etnik kelib chiqishga nisbat beriladi. Endi bu ilmni biz qayerga nisbat beramiz? Qayerdan kelib chiqqan bu ilm desanglar, bu ilm nisbat qayerga bo'ladi? Min ulumil lug'atil arabiyya. Arab ilmini o'rganadigan, arab tili ilmlarini o'rganuvchi nechta ilm bor? O bir aytib beruvdim esingizda bo'lsa. 12 ta. 12 ta. Ana shu 12 ta ilmning bittasi hisoblanadi. 12 tami 14 tami? 12 ta deganingiz so'zlashmasa. 12 ta. Ana shu 12 ta ilmlardan biri hisoblanadi. Tushundingizmi? Xo'p, masalan, nisbati masalasida aytiladiki, mana shu bir o'rganilayotgan ilmni o'rganganingizdan keyin shu ilm nimaga xizmat qiladi? Qaysi ilmlarga xizmat qiladi? Qaysi ilmlarga tayanadi? Yoki qaysi ilmlar bilan parallel holatda shular bilan kelib chiqib, shulardan kelib chiqqan. Ana shu masalani o'rgat. Masalan, mantiq nimani o'rgatadi? Mantiq jamiki ilmlarga vosita bo'ladi. Mantiq jamiki ilmlarga vosita bo'ladi. Masalan, nahvni aytdik, yuqorida nima dedik? Tafsirga, hadisga, ya'ni Qur'on, kitob va sunnatga dedik, nima qiladi dedik? Xizmat qiladi dedik. Ilmlarning o'rtasida qaysi ilmga nisbat berilganligiga qarab turib, qaysi ilmga foyda berishini o'rgansa bo'ladi. Xo'p, G'ulom aka rahmat. G'ulom aka yaxshi o'qiysiz, sekin o'qiyapsiz. Men sekin o'qishingiz masalasida avval ham aytganman. Ko'proq nima qilasiz? Takror qilasiz. Ko'proq o'qiysiz endi bu yog'iga. Takror degani bo'ldi endi. Haligi darslik eshitish degan narsalar qo'shimcha masalalar. Asosiy masala takrorni yaxshi qilib bo'lganingizdan keyin o'sha takroringizni mustahkamlab jamlab olish uchun arab tilidagi darsligini eshitasiz. Tushundingizmi? Xo'p, bo'ladi, so'z rahmat. Xo'p, Said Umarxon bormi? Said Umar. Ruxsat so'ragan edi, darsga kelmadimi mabodo? Yo'q. Internet yaxshimas deb yozyaptim. Ha, bo'ldi, tushundim. Xo'p, Arafat domla bormi? Arafat oy. Ha, men domla. Men. Assalomu alaykum. O'qing. Sadisdan. Ha, xo'p. Sadisdan o'qiymi? المبدأ السادس وادي بأمر علي بن أبي طالب على أولى الأقوال. Endi 6-chi bo'lim deyapman, 6-chi boshlanish. Bunda eshityapsizmi? Ha, endi eshityapman. Ha, boshlanish emas bu. Biz buni mabda'ni nima deb tarjima qildik? Bo'lim. Bo'lim demadik. Nimaga dars eshitmayapsiz? Ha? Kim bor? Oysha bormi? Ishlamayapti, qotib qolyapti. Shu internetingiz yaxshi ishlamayapti, shuning uchun bizga ham ovozingiz kelmay qolyapti ozgina. Oysha, mabda'ni nima deb tarjima qildik? Asos. Asos deb tarjima qildik, a? Al-mabda asos ekan. Al-mabda'u sadis 6-chi asos. Wadi'uhu. Kim qo'ygan mana shu ilmni? Kim asoslagan? Kim tashkil qilgan mana shu ilmni? O'qing. Ali ibn Abi Talibning buyrug'i bilan, amri bilan asos solingan. Kim asoslagan? Ammo Asvadi Duliyu. Abu Asvadi Duliyu. Duli emas, o'zingiz Duli. Abul Asvad Duali. Dualiyu asoslagan. Duali. Ha. Ala awlal aqwali. Ala awlal aqwali degan nima degani? Nahvu ilmini vadiyasi haqida ozgina ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Bu kishi nima qilyaptilar? A'lo qovullarga ko'ra, avlo bo'lgan qovullarga ko'ra, eng haligi rojih qovullarga ko'ra deyaptilar. Abul Asvad Duali
Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuni amrlari bilan nima qilgan? Bu ilmni asos solgan Asosan. deyaptilar. Bu ilmni tashkil qilgan, boshlanishini boshlab bergan deyaptilar. 7-sini o'qing. Ha. Al-mabda'u sabi'u yettinchi asos ismuhu uning ismi ilmun nahu. Uning ya'ni nahu ilmi va nahu masdar. Va nahu masdar deyapti. Masdar. O'sha nahu so'zi nima desangiz, nahu ism foilmi, ism maf'ulmi, sifati mushabbahami Masdar desa deyapti. yo'q. Nahu masdardir deyapti. Qaranglar. Al-wadi'da, ya'ni wadi'huda birinchi bo'lib kim tizimlashtirgan degan masala bor yoki mana shu ilm kim sababli mashhur bo'lgan degan masala bor. Tushundinglar? Masalan, har bitta ilmni boshida o'rganayotganinglarda mana shu al-mabda va al-asharani yaxshi o'rganib olinglar. Ana shunda albatta shu ilmga asos solgan odam bo'lish shart emas, balki o'sha vaziyasida o'sha ilmni kim mashhur qilganligi masalasi bayon qilinadigan bo'lsa ham shu kifoya qilinadi. Demak, birinchi yaratgan odam degan narsa zehninglarga shakllanib qolmasin. Ya'ni ilmni, mana shu ilmni fan sifatida shakllantirgan shaxs nazarda tutiladi. Shu ilmni bir fan, mustaqil fan sifatida shakllantirgan yoki mashhur qilgan shaxs nazarda tutiladi. Buni foydasi nima desanglar, buni foydasi ilmning tarixiy ildizlarini bilish. Ana shu ilmni o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaganligini, qaysidir bir ehtiyojga ko'ra paydo bo'lganligini o'rganish ana shu ilmga bo'lgan nimani ishonchni mustahkamlaydi, oshiradi. Demak, al-mabda'us sabiya 7-si mana shu ilm ismi. Biz o'rganadigan mana shu ilm ismi nima ekan? Ilmun nahu. Nahu nima degani desangiz, nahu masdar ekan. Masdar ta'rifi nima edi? Masdar bilan fe'lni o'rtasidagi farq nima edi? Aytingchi menga. Fe'l ish harakatni bildiradi. Masdarchi. Masdar masalan bo'lish bo'lib, u harakatni bildirmaydi. Kim aytdi? Bo'layotganini bildiradi. Bas al-kitabatu nima degan? Nima? Al-kitabatu nima degan? Kitob. Al-kitabatu Al-kitabatu yozish. yozish degani. Yozish ish harakatmi, ish harakat emasmi? Ya'ni zamoni yo'qda, nimada? Masdarda zamon bo'lmaydi. Shunaqa deng-da. Siz qancha paytdan beri biz bilan o'qiyapsiz? Ana Janoh Tolibdan beri. Janoh Tolibdan beri qo'shilgan bo'lsangiz, Janoh Tolibni yaxshi o'qimabsiz. To'g'rimi? Chunki biz bu masalani bir necha marta aytdik. Masdar bilan fe'lni farqi, fe'l ish harakatga dalolat qiladi va o'sha ish harakatni 3 ta zamondan birida bo'lganligiga dalolat qiladi. Masdarchi desangiz, ish harakatga dalolat qiladi, lekin zamonga dalolat qilmaydi. Masalan, kataba qaysi zamon? Mozi. Moziy zamon. Ish harakatga dalolat qilyaptimi? Yozish ish harakatiga dalolat qilyaptimi? Al-kitabatuchi zamonga dalolat qilmayapti. Yo'q, unda zamon yo'q. ish harakatga dalolat qilyapti, yozish ish harakatiga dalolat qilyapti, lekin zamoni yo'q uni. Demak, nahu kalimasi o'zi masdar ekan. Masdar bo'lib turib, o'sha masdarning fe'llari nima? Masalan, nahvun degan masdar bor ekan, o'sha masdarning fe'llari nima? Naha yanhu nahwan. Naha yanhu degan nima degani? Naha o'tgan zamon. Men qaysi zamon demadim. Ashi misol qilmoqmi? Misol keltirmoq? Yo'q. Aytinglar, kim aytadi? Naha degan nima degan? Aytinglar, yigitlar, qizlar, marhamat. Qo'shilinglar darsga. Bugun mana birinchi dars boshlab oldik. Yo'nalish degani, yo'nalish, tomon degani. Yashang. Aytinglar shuni tez-tez. To'g'rimi? Yo'nalish, tomon degani. Nima uchun endi nahu ilmiga nisbatan mana shu yo'nalish, tomon degan bir narsa tanlandi? Masalan, nima uchun nahuga boshqa nom berilmadi? Masalan, nima uchun telefon degan nom berilmadi? Yoki nima uchun nahuga uy degan nom berilmadi? Nima uchun masalan aql degan nom berilmadi? Nima uchun aynan nahu degan nom berildi? Aytinglar. Bu ilmga yo'naltiradigan yo'l. Ahsant. Yana? Ilm tomonga yo'naltiradi so'z. Yana?
ma'lum bir ilmni boshlanishi bilan mana shu tomon birinchi yo'l shu bo'ladi-da, nahu ilmi. Misol uchun sarfdan boshlanmaydi-ku. Birinchi babirga etapma-etap birma-ketin chiqargani uchun shu tomonga birinchi yo'nalishda. Sizga bir gap aytaymi? O'zi ilm sarfdan boshlanadi. Nahu nimani o'rganadi dedik? Kalimalarni. Kalimalarni. Kalima nima yasaydi? Sarf. Sarf yasaydi. Kalimani o'rganishdan oldin kalimani yasab olish kerakmi? Yasang. Shuning uchun birinchi sarf o'rganadi. Shuning uchun janoh tolib o'qib, keyin bu yoqqa keldik. Tushundingizmi? Nahu so'zining lug'aviy ma'nosi, nahu degani naha yanhu nahwan yo'nalish tomon degani. Ikkinchi ma'nosi usul, yo'l degani. Uchinchi ma'nosi o'xshashlik degani. To'rtinchi ma'nosi bir narsani qasd qilish degani. Bir narsaga qarab turib yo'nalish degani. Masalan aytiladi, nahvuka nahval khayri. Seni yo'nalishing yaxshilik tomondir, ya'ni yaxshilik tomonga, yaxshilikdir seni yo'nalishing deydi. Seni tutgan yo'ling deydi. Nima uchun nahuga nahu degan nom berilgan desalar, ulamolar bir nechta sabablarni zikr qilishgan. Shulardan bittasi to'g'ri nutq yo'liga yo'naltirganligi uchun. To'g'ri nutq qanday bo'ladi? So'zni oxirini, i'robini to'g'ri o'qish bilan, gapni tuzilishini to'g'ri qilish bilan. Ya'ni odamni xato nutqdan to'g'ri tomonga yetaklaydi. To'g'ri nutq tomonga yetaklaydi. Shu bois bunga yo'l, yo'nalish, to'g'ri tomonga yo'nalish degan ma'nodagi nahu nomi berilgan. Endi yana bir ikkinchi nimaga ko'ra aytiladiki, arablarning nutqiga ergashishni o'rgatganligi uchun deydi. Nahu nimani o'rgatadi desalar, nahu nimani o'rganadi dedik? Yuqorida Kalimalarni. Al-kalamul arabiy. Fahmul kalam al-arabiy dedik. To'g'rimi? Qanday kalom ekan? Arab. Arabiy kalom. Demak, nahu bizga fasih, fasohatli bo'lgan. Fasohatli bo'lgan arablarning kalomini o'rgatadi. O'sha sababdan fasohatli bo'lgan eng fasohatli arab kalomi qaysi? Qur'on bilan sunnatning tili. Kitob bilan sunnatning tili. Ana shunga qarab kitob bilan sunnatning tiliga ergashish usulini belgilaydi. Shuning uchun yo'l, arablarning tiliga tomon yo'l degan ma'noni aytishgan. Abul Asad Duvaliyning rivoyati masalasida nimani bilasizlar? Kim o'qigan? Abul Asad Duvali rahmatullohi alayhi rahimahulloh radhiyallohu anhu ana shu qoidalarning asosini qo'yganda Hazrati Ali radhiyallohu anhu u kishiga kelganlarda unhu hazan nahvu deganlar. Unhu hazan nahvu deganlar. Nima deganlar? Ya'ni shu usul bo'yicha davom et. Mana shu usul bo'yicha davom et. Mana shu usul bo'yicha bardavom bo'l. O'sha hazrat bu kishi Abul Asad Duvali shu yozib turgan holatlarida haligi kalimalarni, i'roblarni qo'yib turgan holatda nima deganlar? Ali radhiyallohu anhuni haligi laqablari nima edi? Babul ilm, ilm eshigi edi, to'g'rimi? Shu kishi kelganlarda unhu hazan nahu deganlar. Shu usul bo'yicha, shu yo'nalish bo'yicha, shu yo'l bo'yicha davom et deganlar. Shundan keyin bu nahu nima bo'lgan? Unhu hazan nahu deyilgandan keyin nahu deb atalgan. Tushundingizmi? Endi buni bu haligi ba'zi bir rivoyatlar endi istilohiy ta'rifi bilan bog'liqlik jihatidan ko'radigan bo'lsangiz, aytiladiki ta'rifida ilmun yu'rafu bihi ahwala awakhiril kalimatil arabiyyati i'raban va bina'an deyiladi. Ya'ni arab so'zlarining oxiridagi, arab kalimalarining oxiridagi holatlar i'rob va bino jihatidan taniladigan ilm deyiladi. Ana shu ta'rif ham nahvni to'g'ri yo'lga yo'naltiruvchi, nutqni tartibga soluvchi ilm ekanligini ko'rsatadi. Shu sababdan biz bu ilmni nahv deb nomlaganmiz. Sarf demaganmiz, mantiq demaganmiz, to'g'rimi? Ilmul vaza' demaganmiz, adabul bahs munozara demaganmiz, nahv deganmiz. Shu sababdan tushundinglarmi? Keyingisini o'qing. To'g'ri o'qing. Siz i'roblarni xato o'qiyapsiz. To'g'ri o'qing. Hop. Al-mabda'u samin istimdaduhu mustamaddun minal kitabi va sunnati va fasihi kalamil arabi shi'ron va nasron. Endi 8-asos uni chaqirishmi?
Istimdod Ya'ni huni darsni boshida siz nima qilayotgandingiz? Uxlayotgandingiz. Istimdod huni keyinroq men 3 marta aytdim. Istimdod hu nima degani? Manbalar. Manbalari. Qayerdan istimdod qiladi? Qayerdan yordam oladi? Qayerdan hukm oladi? Masalan, aytdik-a, fiqh misolida aytdik. Fiqh dedik, Qur'ondan, hadisdan, ijmodan, qiyosdan hukm oladi dedik, to'g'rimi? Endi nahv ilmi qayerdan olar ekan? Mustamaddun. kitob kitob va sunnatdan. Keyin arab kalimalarining fasohatidami, fasih Yo'q, fasih bo'lgan arablarning kalomidan. fasih bo'lgan arablarning kalomidan. Arabiy. Arablarni fasih kalomidan. O'sha fasih kalomi qaysi ekan? Shi'ron va nasr. She'r va nasr. She'r va nasr ekan. Ya'ni tamiz bo'lyapti bu yerda ham ustozlar. Nasr va she'rni, nasr bilan she'rni nima farqi bor? She'r bu nima qofiyalari tush kerak bo'ladi, lekin nasrda unaqa endi hikoya, roman hammasi nasrga kirib ketadi. Demak, arablarni fasih arablarni kalomidagi she'rdan, nazmdan, nasrdan nima qilar ekan? O'zini hukmlarini olar ekan. Masalan, Qur'onda, sunnatda, masalan, haligi masala bor, hali Xudo xolisa Qotir nododa sizlar bilan keladi, o'qiymiz inshaalloh. Munodo yoy mutakallimga izofa qilinganda o'sha yoy mutakallimni qanday o'qiymiz desa 6 ta vajh sanaydi o'sha yerda. Tushirib o'qilinadi, tushirmay o'qilinadi, almashib ketadi, fatha bilan o'qilinadi, sukun bilan o'qilinadi. Shunga o'xshagan 6 ta vajh bor. Shular qanday qilingan desa, shularni hammasiga dalil Qur'onda bor. Shuning uchun nahvni hukmlari qayerdan olinar ekan? Qur'ondan olinar ekan. Demak, shundan bilinadiki, nahvni yaxshi o'rganiladigan bo'lsa, kitobni, sunnatni talaba yaxshi anglaydi, yaxshi tushunadi. Shunga xizmat qiladi Xudo xolasa. Xo'p, keyingisini o'qing. Al-mabda'u tasi' 9-chi asos hukmul ta'allumihi min al-furudil kifaiyati. Bunda aytayaptiki, o'sha uning o'rganishning hukmi deyaptimi? Shu ilmni o'rganishning hukmi nima? Farzmi, vojibmi, farzi aynmi, farzi kifoyami? Furud kifoya bo'lar ekan. Minal furudil kifoya demak, nahvni o'rganishning hukmi nima ekan? Farzi kifoya ekan. Demak, nima kerak ekan bizga bugun? Bugun nima farzi kifoya degan nima degan desa, bugun hamma nahvchi bo'lib ketish kerak emas ekan. Hamma arablarning kalomini o'rganib ketish kerak emas ekan. Kimdir chiqib mana yerda o'zbeklarning tilini o'rganish kerak ekan. Kimdir chiqib Navoiyning tilini o'rganish kerak ekan. Kimdir chiqib doktor bo'lish kerak ekan. Kimdir chiqib mexanik bo'lish kerak ekan. Kimdir chiqib ixtirochi bo'lish kerak ekan. Kimdir aytishnik bo'lish kerak ekan. Kimdir quruvchi bo'lish kerak ekan. Kimdir buzuvchi bo'lish kerak ekan. Kimdir tuzuvchi bo'lish kerak ekan. Hamma nima bo'lmasa ekan, nahvchi bo'lib ketish kerak emas ekan, farzi kifoya ekan. Masalan, bir hududdan ma'lum bir kishi o'sha ilmni o'rganadigan bo'lsa, qolganlarni zimmasidan ana shu ilmni o'rganishning hukmi soqit bo'ladi. O'qing davomini. إذا تعلمه بعض سقط الاسم عن باقي مكلفين. Bunda aytibdi, agar uni ba'zi insonlar o'rgansa, ularga kifoya qiladi. Ya'ni ba'zi inson o'rgansa, qolganlarga ham kifoya qilar ekan. Demak, insonlardan bir kishi, masalan, ma'lum bir hududdan bir dona odam o'rganadigan bo'lsa, boshqalardan ana shu ilmni o'rganmaganlikni gunohi nima bo'ladi? Soqit bo'lib ketadi. Ya'ni hamma o'rganganlik hukmida bo'ladi, to'g'rimi? وقد يجب على بعض الأفراد لتميزهم بالفهم. أوكي. وقد يجب على بعض الأفراد لتميزهم. Agar degan so'z yo'q. Bilfahm. Nima deyapti? Ba'zilar deyapti, kishilarning ba'zilari aql bilan. Yo'q. Endi ba'zi kishilar batahqiq endi nima bo'lish kerak? Bir kishi o'rganyaptimi?
bir kishi mana shu masalan Javob berish, javob farzi qilish kerak. kifoya amalga oshishi uchun nima qilish kerak? O'sha o'rgangan kishi ba'zil afrod li tamayyuzihim bil fahm. O'sha ilmni fahmlash jihatida nima bo'lib turish kerak boshqalardan? Ajralib turish kerak. Turish kerak. Ajralib O'sha ilmni chuqur tushunadigan bo'lish kerak. Boshqalardan kelgan savollarga ana shu kishi javob bera oladigan darajada bo'lish kerak. To'g'rimi? Siz kam o'qibsiz? Ko'proq o'qing. Tushundingizmi? Xo'p. Ko'proq o'qing. Kam o'qibsiz. Bunaqa bo'lmaydi. Dars qabul qilmayman keyingi safardan bunaqada. Binti Nurulloh bormi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. O'qingchi 10-sini. Sizga 10-sini qolsin. 10-sini. Ha. المبدأ العاشر مسائله الفعل والفاعل وغيرهما من المسائل مع قواعدها التي تمر معنا إن شاء الله تعالى. 10-sida masalalari, ya'ni fe'l va fa'il va ularning qoidalari va shunga o'xshash masalalar keladi. Masalalar. Demak, 10-asos nima desangiz, ana shu ilmni ichida muhokama qilinadigan boblar, qoidalar, nazariyalarning jamlanmasini nima deymiz ekan biz? Masailuhu deymiz ekan. Bu ilmni ichki tartibi, ya'ni ichidagi ichki tuzilishini o'rganamiz biz. Nimalar haqida bahs qiladi, nimalarni oladi o'ziga, nimalarni ajratib chiqaradi, nimalarni to'g'ri deydi, nimalarni xato deydi, ana shu masalalarni ko'ramiz. Bu nimaga foyda beradi? Ilmni qamrovini, chegaralarini bilishga yordam beradi. Demak, mana shu 10 ta mabda, 10 ta asos. Mana endi nahv jihatdan ko'rdik hozir mana shu 10 ta asosni. Fe'l va fa'il va shundan boshqa bo'lgan, nahvga taalluqli bo'lgan masalalarni, qoidalari bilan birga biz bilan yaqinda Xudo xolasa mana shu qoidalar o'tadi. Shu narsalarni o'rganadi nahv ilmi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, ana shu 10 ta asos ilmni to'g'ri tushunishga, 10 ta asosni bilishdan foyda nima desangiz, ilmni to'g'ri tushunishga, tartibli o'rganishga, ilmdagi yetuklikka, haligi yetuk bir saviya tamayyuzihim bil fahm dedi-ku, o'sha fahm bilan tamayiz bo'lib turishga yordam beradigan narsa hisoblanadi. Endi nima uchun bu narsa ilmni boshida keltirilyapti, ilmni avvalida keltirilyapti desangiz, ulamolar aytadilarki, kim ana shu 10 ta mabdani bilib, ana shu 10 ta mabda, 10 ta asosni anglab turib bir ilmga kiradigan bo'lsa, ana shu ilmni eshigidan odob bilan kirgan bo'ladi deydilar. Ilmni eshigini bir tepib kirgan emas. Shunday salom bermasdan qo'mrayib kirgan emas, ilmga assalomu alaykum deb turib, men senga odob bilan keldim, ta'zim bilan keldim, menga o'zingni eshiklaringni och, menga o'zingni sirlaringni och degan odob bilan ana shu ilmga kirgan bo'ladi deydilar. Har bitta ilmda mana shunaqa. Demak, qarang, haligi o'zbeklarda maqol bor, yaxshi gap bilan deydi, nima deydi? Ilon inidan chiqadi, yomon gap bilan pichoq qinidan chiqadi deydi. Iniga kirib ketgandan keyin ilonni chiqarish yomon qiyin ekanda. Endi ilonga kelib turib, ilonjon, chiqqin, sen bizga zarursan, senda ishimiz bor deb turib, yaxshi muomala qiladigan bo'lsa, salom berib, ilon inidan chiqar ekan. Ilonga borib turib, yomon gapirsangiz, eshigiga borib turib, yomon gapirsangiz, ilonni qinidan pichoq chiqar ekan. Siz endi bir ilmga kelyapsiz. Endi ilmga kelgandan oldin o'sha ilm kim, nima u, nimani o'rganadi, qayerdan kelgan, tuzuvchisi kim, nima haqida bahs qiladi, ahamiyati nima, hukmi nima, ana shu jihatlarni o'rganadigan bo'lsangiz, nima bo'ladi endi bu yerda sizga? Ilm eshigi sizga ochilgan bo'ladi. Siz uni ilm eshigini nima bilan ochdingiz? Odob bilan ochdingiz. Xudo xolasa shu odob bilan ilm eshigiga kirdingizmi? Ilm endi sizga keyingi o'zini sir asrorlarini ochadi, aytadi sizga. Mana bu qora eshikdan kirsang, ichida sandiq bor, ichida tilla bor deydi. Mana bu sariq eshikdan kirsang, sandiq bor ichida uni ichida deydi, olmoslar bor, toshlar bor deydi. Bunisida deydi, marfuatlar bor deydi. Mana bu eshikdan kirsang, mansubotlar deydi. Mansubotlarda mana bunga e'tibor ber deydi. Mana bunga e'tibor, marfuatlarda, majrurotlarda bunga e'tibor ber deydi. Sizga eshiklarni keng ochadi. Xudo xolasa biz bugun boshlab oldik. O'qing endi bu yog'ini. Davomini, ta'rifini o'rganamiz. Lug'atan istilohan. تعريف النحو لغة واصطلاحا. النحو لغة لها 7 معان منها القصد. تقول نحوت مكة أي قصدتها. نحو علمي لغة قصدتها. نحو علمي لغوي واصطلاحي تعريف نحو لغة uniyetta ma'nosi bor. Jumladan, ya'ni qasd, maqsad, Makkaga yo'naldi, ya'ni Makkani qasd qildi. Demak, qarang, ilmni nahvni lug'atan
lug'at jihat nahv kalimasini lug'at jihatdan oladigan bo'lsangiz, boya men yuqorida birinchitasini sanadim, 7 ta ma'nosi bor ekan. O'sha birinchi ma'nosi nahv kalimasidan tushunadigan birinchi ma'no qasd, bir narsani qasd qilish. Nahawtu makkata desangiz, qasadtu al makkat, qasadtu makkata bo'ladi. Makkani qasd qildim. Makkani qasd qildim nima degan? Makkaga qarab yo'naldim, Makkaga qarab yurdim degani. Keyingisi o'qing. المثل تقول محمد نحو إبراهيم أي مثل إبراهيم. uning ikkinchisi misol, ya'ni o'xshatish. Muhammad Ya'ni misl kabi deymiz, go'yo deymiz o'zbek tilida. Go'yo deb qo'yamiz, kabi deb qo'yamiz. O'sha ma'noni bildiradi. Misol o'xshash. Muhammad Ibrohimga o'xshaydi. Ya'ni Ibrohim kabi. Ibrohimning mislidir. Ibrohim kabidir, Ibrohimga o'xshashdir, Ibrohimdekdir deymiz. O'qing. المقدار تقول عندي نحو 100 دينار أي مقدار 100 دينار. 100 دينار emas, nahwu 100 دينار. miqdor ya'ni o'lchov. Menda 100 dinarcha bor. Ya'ni 100 dinar miqdorcha. Menda bor narsalarning miqdori, menda bor pullarning miqdori 100 dinar degandaqa. وقد جمعها كلها إمام الداودي بقوله. إمام Davudi bularni barchasini quyidagi baytda jamlagan. Endi qarang, bu yerda 7 ta ma'nosi bor deydi, 7 ta ma'nosini hammasini zikr qilmadi. Hali xudo xolasa katta bo'lsang o'rganib olaverasan dedi-da, 3 tasini zikr qilib ketdi. Qasdni, mislni, miqdorni zikr qildi-da. Keyin dedi, men senga dedi bitta she'r aytay, o'sha she'rni yodlab olsang, o'sha nahvning 7 ta ma'nosini o'rganib olasan dedi. O'sha 7 ta ma'nosi jamlangan baytni kim tuzgan ekan? Imom Davudiy tuzgan ekan. O'qing. للنحو 7 معان قد أتت لغة جماعتها ضمن بيت مفرد كاملة. قصد ومثال ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل. نحوning 7 ma'nosi, ya'ni nahv uchun 7 ma'no darhaqiqat lug'atda kelgan. Uni baytning ichiga to'liq jamladim. Qasd, misol, miqdor va tomon, ya'ni jihat. Ularning bir qismini qasdun, mislun, miqdarun, nahiyatun, naw'un, ba'dun va harfun. Ana shu nahv kalimasi dalolat qiladigan 7 ma'no hisoblanadi. Fahfazil masala. Mastarni ya'ni yodlab ol. O'sha misollarni nima qilgin? Yodlab olgin, o'rganib olgin. O'sha yodlab oladigan bo'lsang, o'rganib oladigan bo'lsang, nahvni yana ham chuqur anglaysan, nima haqida bahs qilayotganligini deydilar. Endi bularning ma'nosini bilasizlar. Bularga hozir to'xtalib o'tirmaymiz. Foyda kasb qilishimiz kerak, ko'proq o'qishimiz kerak. O'qing. Istilohan. Endi istilohan, bir narsaga istilohan ta'rif berish degan nima degani? Ayting. Va amma istilohan bir narsaga istilohan ta'rif berish degan nima degani? Ya'ni bir nima jihatidan nima ustasi? Ya'ni umumiy ma'no. Bir narsaga istilohan ta'rif berish degani o'sha narsani fan ahli, ilm ahli qabul qilgan maxsus ma'no bilan ilmiy va aniq chegaralar asosida tushuntirib berish degani. Istiloh degani nima degani? Istiloh degani, men sizlarga aytdim eslingizda bo'lsa, ilm istilohlardan iborat, mustalahlardan iborat. Ana shu mustalahlarni yaxshi o'rganadigan bo'lsangiz, ilmni yaxshi o'rganasiz. Masalan, marfu' degani istilohmi, istiloh emasmi nahvda? Mansub istilohmi, mustalahmi? Nahvning mustalahlardanmi? Mustalahlardan. Majrur nahvning mustalahlardanmi? Mustalahlardan. Masalan, nechta o'rinda marfu' bo'ladi? O'rgansangiz, ana shu istilohlarni o'rgansangiz bo'ldi, siz nahvni o'rganyapsiz, sekin mustahkam o'rganyapsiz. Istiloh nima desangiz, biror so'z yoki iboraga ma'lum bir ilm yoki fan doirasida odamlar o'zaro kelishib bergan maxsus ma'noga nisbatan aytiladi. Masalan, nima degan? Nahvda bir kalima keladigan bo'lsa, o'sha bir kalimani ustiga mana bu belgini qo'yadigan bo'lsak, endi biz belgimiz ozgina katta bo'lib ketdi, mana kichikroqni ham yozaylik. Mana shu belgini qo'yamiz desak, shuni nima deb ataymiz degan.
birov aytgan nuqta deymiz degan, birov aytgan undov deymiz degan, birov aytgan so'roq deymiz degan, keyin ko'pchilik aytgan yo'q degan. Biz buni degan nima deymiz degan? Domma deymiz degan. Demak biz mana shu belgini domma deb olamiz deb turib nima qilishgan? O'zaro kelishib olishgan. Keyin domma istiloh sifatida o'rnatilgan. Nimaga nisbatan? Mana bu belgiga nisbatan. Tushundingizmi? Endi domma dalolat qiladigan narsa nima bo'ladi desa, nima qilishgan keyin? Birinchisiga kelishdi-ku, endi ikkinchisiga ham kelishadi. Nima deymiz degan endi? Uni marfu deb ataymiz deb kelishib olishgan. Tushundingizmi? Istiloh mana shu. Demak, bitta so'z yoki iboraga bir ilmda, bir ilmi doirasida odamlar o'zaro kelishib bergan maxsus ma'nosiga nisbatan istiloh deydi. Mustalah deydi. Istilohan ta'rif berish degani bir so'zni kundalik biz ishlatadigan lug'aviy ma'nosi bilan emas, balki ma'lum bir fanni doirasida tushuniladigan aniq ma'nosi bilan ifodalash degan, ta'riflash degan. Istilohda shartlar bor. Istiloh umumiy bo'lmasligi kerak. Chalkashtirib qo'ymaslik kerak boshqalar bilan. Boshqa tushunchalardan ajralib turish kerak. Ma'ni jomi bo'lish kerak. Hozir shuni aytadi istilohan. وأما اصطلاحا فهو علم بأصول يعرف بها أحوال الأواخر الكلم من Yo'q, حيث ahvol va avaxir. أحوال الأواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء. أما اصطلاحا bu ilm qoidalar bilan o'rganilgan, kalimaning oxirisini holatlari bilan o'rganilgan ilm bo'lib, ya'ni i'rob va bino jihatidan. فهو علم بأصول. U shunday bir ilmki yu'rafu biha. Bi usulin degan nima degan? Nima uchun mana shu yerda aynan bi usulin degan kalima keltirildi? Menga shuni tushuntirib beringchi. Kim aytadi? Marhamat, aytinglar. Nima uchun aynan bi usulin degan narsa keltirildi? Musannifning o'zi nima degan ekan, eshitdinglarmi? Asli bilanmi ustoz? Usullari bilan. Usul birlikmi, ko'plikmi? Ko'plik ustoz. Ko'plik. Bihadagi ha qayerga qaytadi? Usulga qaytadi. Endi fahuva ilmun. Endi u bir ilmdir. Ilmun ma'rifa keldimi, nakira keldimi? Nakira keldi. Usul ma'rifa keldimi, nakira keldimi? Nakira keldi. Nakiradan keyin kelgan jumla nima bo'lardi? Sifat. Sifat bo'lardi. Demak, sifat qilib jumlani tarjima qilib menga ma'nosini chiqarib beringlar. Men endi aybga bermaysizlar, men nahvda maktabda bizga nahv o'tilmagan, shuning uchun nahv o'qimaganmiz, shuning uchun sizlardan o'rganib olay deyapman. Aytinglar. Ayting. Qizlar masalan, bormi kim? Umidbek. Ovozingiz chiqardi. Ayting. Yigitlar, aytinglar. Huwa ilmun va u ilmdir. Ya'ni bi usulin yu'rafu biha. U bilan o'rganiladigan qoidalar bilan birga, ya'ni. Yo'q. La. Ustoz, bu so'zni oxiri shaklini, holatini bilishga yordam beruvchi asoslar bo'yicha fan. Ustoz, men aytsammi? Ayting. Nahvu kalimaning oxirgi holatini i'rob va bino jihatdan biladigan ilmiy uslubdir. Yo'q. Uslub bino bo'lishlik jihatidan. Yo'q, kallani ishlatib yaxshilab bitta nima qilinglarchi? Men ham maktabda o'ringa bir qaytib eslab ko'raman. Maktabda o'tilganmikan, yo'qmikan deb turib eslab ko'raman. Aytinglar. أستاذ ما يتكرر معلم؟ I'rob. Ayting. فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم من حيث إعراب والبناء. u shunday bir ilmki u bilan kalimalarning oxiri, ya'ni i'rob va binolik jihatidan u bilan kalimalarning oxiri bi usulin, ya'ni qoidalar bilan o'rganiladi, bilinadi. Hozir
Biusulin ilmga sifat bo'lmayapti, yu'rafu ilmga sifat bo'lyapti. Ilmki o'rganiladigan. Nima bilan? Biusulin, qoidalar bilan. Vositalar bilan. Yoki aslin usulin bo'lib kelib chiqishi bilan bo'larmikan? Usulni o'sha ko'plikda kelganida qoidalar, qonunlar degan ma'nosi bor. Asllik degan ma'no, asllar ma'nosi ham bor, endi qoidalar degan ma'nosi ham borda. Bu yerda o'shanga ham tushib kelyapti. Shu qaytarishlarni men sizlarga yaxshi o'rgatganman-da, shu qaytaradigan narsalar, qaytarib kerak emas narsalar shuni olib chiqib tashlasanglar yaxshi qoladi. Qarang. Bihadagi ha qayerga qaytyapti? Usulingga. Usul. Usulga qaytyapti. Nima uchun usulni, yo'rafuni oldida ham beryapti, orqada ham zamir qaytarib beryapti? Shuni tushunsanglar, hozir usulni nima qilasizlar? Nahvu ilmi qoidalari va asoslari ilmidir. Esinglardan chiqmasin. Nahvu tasodifiy to'planib qolgan misollarning majmuasi emas. Nahvu umumiy qoidalar, mustahkam asoslar orqali, mustahkam usullar, mustahkam qoidalar orqali o'rganiladigan ilm hisoblanadi. O'sha so'zlarning oxiridagi holatlar qoidalarsiz emas, balki asosiy usullar bilan. Yu'rafu bi usulin ahvalu awakhiril kalimi. O'sha qoidalar bilan, ma'lum bir qoida, asl asos qoidalar bilan kalimalarning oxirlarini holati bilinadi. Min haysul i'rob wal bina. Demak, kalimalarning oxiri necha xil bo'lar ekan? Yoki i'rob bo'lar ekan, yoki bino bo'lar ekan, to'g'rimi? Yoki i'rob bo'ladi, yoki bino bo'ladi. Ana shu narsani biz nima bilan o'rganamiz desa, nima bilan o'rganamiz? Nahvu bilan. Bi usulin. Ma'lum bir qoidalar bilan o'rganamiz. Tushundingizmi? Bu sharh nimaga dalolat qilyapti desalar, hozir shu yuqorida aytdik, nahvu mustahkam qoidalar orqali o'rganiladigan ilm. Nahvu tizimli ilm. Nahvda qoidalar yordamida hukm chiqarasiz, o'zingizcha hukm chiqarmaysiz. Nahvu nima bilan fahmlanadi desangiz, qoidalarga asoslangan fahm nahvu. Tushundingizmi? Xo'p. Kim o'qidi? Bintu? Nurulloh o'qidi. Rahmat. Siz ko'rib chiqdingizmi, tugatdingizmi bir qator? Biz tugatdim. Ha, mashalloh, ziyoda qilsin. Endi qanday bo'lyapti tushunish? Avvalgiga nisbatan yaxshi bo'lsa kerak. Dilbar opa, bormi? Alloh ziyoda qilsin. Yaxshi o'qing. Rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Dilbar opa. Keyin mana nahvga kirdik. Nahvni endi birinchi boblarni o'rganamiz hozir. Dilbar opa yo'q ekan. Halimaxon bormi? Assalomu alaykum ustozlarman. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. O'qing. Ya'ni arabiy kalima va kalom. Fal-kalimatu qawlun mufradun wudi'a li ma'nan. Kalima bu nima? Ya'ni bu shunday so'zki, ma'no belgilaydigan mufrad so'z. Ha, demak, ma'noga dalolat qilish uchun qo'yilgan mufrad qovul ekan. Ha? Endi bu kalimani ta'rifi masalasida, masalan, Ibn Hishomning ta'rifi boshqa, Ibn Hojibni masalan kofiya o'qiymiz, hali xudo xolasa sizlar bilan Qotirnoda o'qiymiz. Ularning ta'rifi boshqa. Ya'ni bir-biridan shoshmaydi. Bir-biridan boshqa ta'rif. Endi hozir mana bu yerdagi kalimaga berilgan ta'rifni shu kitobni o'rganayotganimiz uchun musannifni manhajidan chiqmagan holatda mana shu yerda doirasida o'rganib ketamiz. Vaqti kelganda ixtiloflar sekin o'rganiladi. Hozirdan ixtilofga kirgizilmaydi talabani. Shayx Saloh Abul Hojni adashmasam Shayx Saloh Abul Hojni gaplari edi. Bir talabani zoya qilmoqchi bo'ladigan bo'lsang, ilmni boshidan u talabani ixtilofga olib kir, bo'ldi. Sen zoya qilishing ham shart emas, o'zidan o'zi zoya bo'lib ketadi deganlar. Shuning uchun ixtilofli masalaga kirmaymizda hozir o'sha kitobni doirasida nima qilamiz? Cheklanamiz, o'qing. Demak, kalima nima ekan? Ma'noga dalolat qilish uchun qo'yilgan mufrad qovul ekan. O'qing. Vahiya salasatu aqsamin. Va bu 3 ta qismlidir.
Hiya إن nimaga qaytadi? Hiyadan اسم murod nima? كمحمد Hiyadan. كلمة Kalima. Demak, hiyadan murod kalima. Işte demak, kalima nechiga bo'linar ekan? 3 ta qismga bo'linar ekan. O'qing. شخص. Hmm. إن اسم كمحمد يعني محمد kabi ism أو Ha. فعل كذهب يعني Hmm. ذهب so'zi kabi fe'l va أو حرف كقد وقد Hmm. kabi harf ya'ni ism fe'l va harf. Ha, harfu tahqiq degan ma'nolari bor. Qodlarni hali xudo xolisa nimada mabdal qiroatni irobida ham sizlar bilan bir ko'rdik. Eski o'quvchilar bilishadi. Qodni 5 taga yaqin ma'nosi bor edi. Esinglarda bormi? Ha, ustoz, shunaqa harfu Ayting. tahqiq ya'ni Yana nima ma'nolari bor? harfu tahdid ya'ni o'sha ta'kidlab ham keladi, ya'ni tahqiq qilib, keyin yaqinlashganligini bilishdi. Masalan, qomatis sola deganimizda shu namoz yaqinlashganini, namoz vaqtiga oz qolganini bildiradi. Ba'zida taqlil deyiladi, ya'ni kamdan kam bo'ladigan holatda. Masalan, qod muzori fe'li bilan keladigan bo'lsa, ba'zi holatlarda gohida deb tarjima qilamiz. Moziyda o'sha tahqiq ma'nosini, ya'ni Ahsan. ta'kid ma'nosini bildiradi. Ta'kid ma'nosi bor edi. Zo'r. Yaxshi. O'tgan mavzularni takrorlab turinglar. O'tgan mavzularni mana shunday o'qilgan narsalarni yangi kitoblarda qoidalarga joriy qilib ishlatib ketmasanglar, ha, qod haqida nima deydi deb turib, bitta eslab, misol uchun aytyapman. Eslab ketmasanglar, o'sha ilm o'lik ilm bo'lib qoladi. Uni tiriltirib turish kerak. Ilmni tiriltiruvchi narsa uni takrori hisoblanadi. Demak, arab tilida kalima nima desa, qavlun mufradun udi'a li ma'nan. Bir ma'no uchun qo'yilgan mufrad qavl ekan. Ma'no uchun qo'yilgan deyapti. Demak, o'sha bir kalimani aytadigan bo'lsangiz, u ma'no anglatmasa, biz uni kalima demaymiz ekan. Xo'p, kalom nima? Endi kalomni o'qing. وأما الكلام فهو لفظ مركب مفيد بالوضع العربي. ya'ni kalom bu arabiy tuzilishga ega ifodali murakkab lafzdir. Ha, demak, kalam nima desiz? Fahva. U birinchi lafz ekan. Lafz degan nima degani? Lafazo degan nima degani? Otilib chiqish. Otilib chiqish Ya'ni degani. Shu Oysha men aytgan narsalar yaxshi eslab qolibdi. Lafazo otilish. Otilib chiqishga, og'zdan otilib chiqadigan narsaga lafz deydi. Demak, lafz nima bo'lar ekan? Bizda og'zimizdan otilib chiqar ekan. Lafz ekan. Endi murakkab bo'lar ekan. Nimadan murakkab? Ya'ni tuzilgan bo'lishi kerak. Ha, Kalimalardan murakkab ekan, to'g'rimi? Kalimalardan murakkab ekan. Va mufid ekan. Mufid degan nima degani? Ma'no Belgilangan ma'no. Foydali ma'no anglatgan. Ifodali ma'no anglatish kerak ekan. Masalan, Zayd kecha kechqurun uyga keldi desam, shu gapim nima bo'ladi? Ifodali ma'no anglatdi. Lekin Zayd kecha kechqurun desam, yaxsunu sukut alayha degan narsa bor edi, esinglarda bo'lsa. Zayd kecha kechqurun desam, siz aytasiz, nima bo'ldi kecha kechqurun? Keldimi, ketdimi, uxlab qoldimi, darsga kirdimi, darsga kirmadimi, takror qildimi deysiz, to'g'rimi? Bu ifodali ma'no anglatmadi. Ha, endi mana shu murakkab, mufid bo'lishi nima bilan bo'lishi kerak ekan? Arabcha vaza bilan bo'lishi kerak ekan. Arabcha vaza bilan, arabcha qo'yilish bilan bo'lishi kerak ekan. Bularning ta'rifini hozir pastda ko'ramiz. O'qing. والمراد بلفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. ya'ni o'sha ta'rifdagi lafzdan murod esa boshi alif, oxiri ya bo'lgan hijoi harflarning ba'zilaridan tarkib topgan, ya'ni tashkil topgan tovush tushunar ekan lafzda. Tovush, ahsant. Davomini o'qing. والتركيب أن يسند بعض الكلمات إلى بعضها مما يتمم به الكلام. وأوشا kalomning tarkibi esa unda ba'zi kalimalar boshqalariga suyantiriladi, ya'ni yusnadu. Endi at-tarkib an yusnada ba'dul kalimati ila ba'diha. Ba'zi kalimalarni, masalan, Zayd desam, keyin oradan ozgina kutib turib kitob desam yoki Zayd desamda, kitob demaylik, Zayd desamda oradan ozgina kutib turib aqlli desam, orada infisol bo'lib qoldi, uzilish bo'ldi, to'g'rimi? Zayd ana shu yerda qanday ma'no anglatdi? Mufrad ma'no anglatdimi yoki mufid ma'no anglatdimi? Mufrad.
Ha? Mufrat ma'no anglatdi. Yolg'iz o'zini ma'nosini anglatdi. Aqlli degani ham nima bo'ldi? Yolg'iz ma'no anglatdi. Endi men nima qilaman? Zayd bilan aqllini ikkalasini bir-biriga nima qilaman? Isnot qilaman. Zaydun aqilun deyman. Ma'naviy isnot qilaman. To'g'rimi? Hali Xudo xolasa sizlar bilan balog'atda o'qisak, balog'atul muyassara birinchi o'qiladigan kitobimiz balog'atul muyassara bo'ladi. O'sha balog'atul muyassarada musnad ilayhi mavzusi keladi inshaalloh. O'sha yerlarda sizlar bilan Xudo xolasa yetib borish nasib qilsin, o'rganamiz. Endi nima qildik? Ma'naviy isnot qilib turib, ikkalasini nima qildik? Ifodali ma'no yaratdik. Ana shu ifodali ma'no bilan nima bo'ldi? Yutammamu bihi al-kalam. Ana shu ma'no bilan kalom tugal bo'ldi. Kalom to'liq ma'no anglatdi. To'g'rimi? Zaydning aqlli ekanligi degan ma'nosini anglatdi. O'qing. والإفادة أن يفيد المخاطب إفادة يصح سكوت المتكلم عليه. Kalomning ifodasi esa muxotobga shunday ifodali bo'ladiki, u sukut qilishlilik mutakallimga sukut qilishligi bilan to'xtaydi. Yani Nima degani bu? gapiruvchining sukut qilishligi to'g'ri bo'ladi demoqchimi ustoz? Gapiruvchini sukut qilishi unga to'g'ri bo'ladi. Ifodali mufid ma'no degani nima degani desiz? An yufidal muxotaba ifadatan yasihhu sukutul mutakallimi alayhi. Endi masalan Bu yerda ifodatandan yasihu jumlasi ifodatan endi sifatlab kelyapti-da, shundaymi? Hozir nima qilamiz? Bunga qaytamiz. Masalan, men aytdim-a, Zayd kecha kechqurun desam. Albatta siz bundan keyin to'xtasangiz bizga ifoda ya'ni mufid bo'lmaydi, to'g'rimi? Men Zayd kecha kechqurun desam, mutakallim menman, to'g'rimi? Zayd kecha kechqurun desamda to'xtab qolsam, boshqa narsa gapirmasam. Shu holatda mana shu gapni sizni e'tiboringizni qaratib, Zayd kecha kechqurun deb sizni menga qaratib qo'yib, gapni chala qilib to'xtab tursam, ana shu yerda meni sukut qilishim to'g'ri bo'ladimi, to'g'ri bo'lmaydimi? Yo'q. Yo'q, to'g'ri bo'lmaydi. To'g'rimi? Endi nima deyman men? Zayd kecha kechqurun uyiga keldi desamda to'xtasam, sukut qilsam, shu sukutim meni sizni diqqatingizni menga qaratib qo'yib, boshlab qo'ygan kalomimga nisbatan adolatdan bo'ladimi, to'g'ri bo'ladimi, to'g'ri bo'lmaydimi? To'g'ri bo'ladi. Endi to'g'ri bo'ldi, to'g'rimi? Nimaga desam, nimaga desangiz aytamanki, Zayd kecha kechqurun uyiga keldi degan narsadan men gapni boshladim va gapni oxirini ham ifodali holatda to'xtatdim. Nima qildim ya'ni? Unga hukm berdim. Mufid ma'no degani nima degani? Bir narsaga hukm berish degani. Tushunyapsizmi? Masalan, Zaydun alimun desam, Zaydga nimani hukmini berdim? Olimlik. Zaydun talibun desam, Taliblik. talabalikni hukmini berdim, to'g'rimi? Talabalikni hukmini berdim. Ana shu mufid bo'lyapti. Hali tasdiq, hukm degan narsalar mantiqda o'tamiz, xudo xolasa sizlar bilan. Tasdiq degani mana shu hukm. Zaydga hukm berdik hozir. Men sizga haligi Zayd kecha kechqurun uyiga keldi degan jumlamda nimani hukmini berdim Zaydga? Kecha kechqurun uyga kelganlikni hukmini berdim, to'g'rimi? Va sukut qildim. Ana shu sukutim to'g'ri bo'ldimi o'sha jumlamning ustida, gapirgan gapimning ustida? Albatta. Shu ifoda anglatdimi? Siz shu ma'noni tushundingizmi? To'liq tugal, tugal ma'noni angladingizmi, tushundingizmi? Albatta. Albatta, ana shu narsa ifoda deyiladi. Xo'p, kim o'qidi? Hozir? Halima. Halima ham o'qidi, mashalloh. Yaxshi. Takrorni ko'proq qiling, xulosalab yozib, ha? Xo'p, bo'ladi siz. Xo'p, Muxlisa ham bormi? Muxlisa. Yo'q? Yo'q. Nihola bormi? Keling. Nihola bormi? Nihola. Ustoz Nihola chiqib ketuvdi. Bo'ldi. Adashmasam bu kishi menga uzrini aytdi. Xo'p, Oysha. Bormi Oysha? Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Nimaga dars qoldirgansiz siz bir marta?
Yo'q, ustoz, ana shunda internetim uzilib qolgan. Darsga kirgandim, davom qilganingizda chiqib ketib qolgandim internet Shu sababli. davom etgan paytimizda yo'q bo'lgansizda, shuning uchun qizil qo'yilgan. Hmm. O'qing. Al-muradu bil wada'i. المراد بالوضع Hmm. أن يكون مما وضع في العربية وليس مهملا كديز مقبول زيد مثلا. Maqbul emas, o'zingiz maqbul. مقلوب Ha. مقلوب زيد مثلا. Ba- وضعdan murod ya'ni أن يكون مما وضع في العربية arab tilida qo'yilgan bo'lishligi. Mhm. وليس مهملا Mhm. va u muhmal bo'lmasligi, ya'ni Muhmal. ma'noga dalolat qilmasdan, ya'ni Ha, muhmal degani nima muannas. degani? Ma'no anglatmaydi. To'g'ri ma'no anglatmaydi. Masalan, sizga men Zayd desam, Zaydni masalan arablar alam sifatida ishlatishgan, to'g'rimi? Insonni oti haligi bir odamni ismi sifatida ishlatishgan, to'g'rimi? Siz demak nimani tushunasiz shundan? Ha, Bitta odamni tushundim. Zayd desam, ustoz bir insonni ismini aytdi deysiz, to'g'rimi? Lekin men shuni Zayd demasdan, Zaydni teskari qilib turib, Zayd mufid ma'no anglatadi, to'g'rimi? Mufrat mufid ma'no anglatadi, to'g'rimi? Ya'ni haligi mufrat mufid deganim nimani aytayotganimni bildingiz, alam ekanligini bildingiz. Mufrat ma'nosini komil, to'liq anglatdi. Lekin men sizga qarab turib dayz desam, qoshingizni chimirib qaraysiz, nima degani ekan bu dayz deysiz. To'g'rimi? Tushunmaysiz, nima u deysiz, dayz deysiz. Sizni lug'atingizga haligi sizni eshitish, haligi xotirangizga, funksiyalaringizga nima yangi kalima keldi. Deysiz, nima degani bu deysiz, o'ylanasiz. Bu demak nima bo'ldi bu ma'no? Bu to'g'ri ma'no anglatmaganligi uchun muhmal bo'ldi. Valaysa muhmalan. Demak, muhmal bo'lmasligi kerak. Ha? O'qing. ومثال الكلام المستوفي شروطه. Va o'sha kalomni shartlarini mustavfi o'zini ichiga oladigan bo'lishi kerak. Yo'q, mana bu yo'q, ichiga oladigan bo'lish kerak emas. Endi tepada sizga mana bu yerda tepada qoida aytdi, to'g'rimi? Tepada al-kalimatu dedi, qawlun mufradun wudi'a li ma'nan dedi. O'sha ta'rifni aytdi, to'g'rimi? Ta'rif aytildi, keyin sizga nima qildi? O'sha ta'rifni pastda bitta-bitta so'zma-so'z sharhlab berdi. To'g'rimi? Shartlarni aytib berdi. Sharhladida, endi ana shu shartlarni o'zining ichiga to'liq olgan kalomga misol dedi-da, mana bu yerda misol keltirdi. Alhamdu lillahi. Hamd Allohga xosdir. E'rob qilingchi mana shu alhamdulillahini kalomligini topamiz hozir. الحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لله لي حرف جر مبني على كسر لا محل له من الإعراب. الله اسم جلالة مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. جر مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن. موجود كائن ثابت. ثابت qiladigan to'g'ri bo'ladi. Demak, mubtada bor, xabar bor, to'g'rimi? Mubtada xabar jumlaning asosiy rukuni bo'ladi. Undan boshqa bo'laklar qoidalar, fadlalar deyiladi. Buni ham hali balog'atda o'rganamiz. Boshqa fadlalari keldi. To'g'rimi? Jar majrur degan fadlalar keldi. Alhamdu sabitun lillahi degan jumlamizdan siz ifodali mufid ma'no tushundingizmi? Ha. Bu yerdagi lafzlar wudi'a li ma'nanmikin? Ha, ma'no. Tepada aytgan shartimizga to'g'ri keldimi? Qawlun mufradun wudi'a li ma'nan. Kalima keyin men boya chalg'ibman, kalimani sharhini aytib ketibman. Kechirasizlar. Kalimani sharhini aytib ketibman. Kalomni sharhi mana bu yerda. Boya bunga chalg'idim. Mana bu. Mana. Kalomni sharhini aytdi-da, kalomni sharhiga keyin pastda izohlab berdi kalomni sharhini. Kalom nima desiz? Lafzun murakkabun mufidun bil wad'il arabiy. Xo'p, lafzlardan tashkil topganmi? Murakkab bo'ldimi? Ana shu lafzlar bil wad'il arabiymi? O'sha shartlar to'liq topildi. Radiyallohu anis sahabati. O'qing. Radiyallohu anis sahabati. Alloh sahobalardan rozi bo'lsin. Sahabati emas, sahabati. صحابتي.
رضي فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب. الله اسم جلالة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو فاعل. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، حرك بالكسرة لالتقاء الساكنين. الصحابة اسم مجرور بأن وعلامة جره الكسرة الظاهرة. جار مجرور متعلق بفعل رضي. Ahsant, mashallah. Zo'r. Kimni savoli bor mana shu yergacha o'tilgan masalalardan? Aytinglar. Sekin kitobga kirdik. Kitobda davom etadigan usulimiz mana shu bo'ladi. Endi bitta narsani men qo'shimcha ziyoda qilaman. Masalan, hozir Oysha o'qiyapti, to'g'rimi? Masalan, Oysha o'qiyapti. Oysha o'qiyotgan holatida menda ro'yxatga qaraymanda Shahnoza bormi deyman. Shahnoza bormi? Bormi darsda? Shahnoza yo'q bo'lsa nima qilaman? Shahnozaga qizil qo'yaman. 3 ta bo'lgandan keyin darsdan chiqarib yuboramiz. Bitta bo'pti o'zi. Ha? Shahnoza yo'q ekan-de, qaraymanda Shoiraxon bormi deyman. Shoiraxon bormi? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Borman ustoz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Shoiraxon bizga tepada Oysha bilan Halimaxon qoidalar o'qib berdi-da. Ana shu yerda kalom degani nima edi? Kalomning qoidasini aytingchi. Ma'no beradigan so'z. Ma'no anglash. Darsda uxlab o'tiradigan, darsda yaxshi eshitmaydigan talaba degani kalom, to'g'rimi? Yo unaqa emasmi? Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Biz tarafda kalom ta'rifi shunaqa. Sizlar tarafdachi? Uzrsiz. Darsda eshitinglar, uxlamanglar. Men bildim hozir, ko'rdingizmi? Sizni hozir dars eshitmayotganingiz bildim. Hazillashmanglar, o'y. Boshqa qaytarilmaydi ustoz. Ummudurbek bormi? Ha, Ummudurbek. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bizga yuqorida Halimaxon o'qib berdi. Kalimani tarkibini nima, qoidasi nima ekan? Ta'rifi. Kalima bu ifoda mufrat ma'noga dalolat qiladigan so'z. Al-kalimatu qawlun mufradun wudi'a li ma'na. Arabcha ayting. Tushundingizmi? Bugundan yangi darsga kirishyapmiz. Keyingi darsdan xuddi shunday bo'ladi. Masalan, hozir bir kishiga o'qityapmanmi? O'sha o'qitayotgan odamni shunday xohlagan joyda to'xtatib turib, to'xtang deymanda, falonchani chaqirib, bu kishi nima dedi? Mana shu qoidani aytib bering deyman. O'sha qoidani aytib bera oladigan holatda bo'lib tayyorlaninglar. Arabcha aytib bera oladigan bo'linglar, xo'pmi? Xo'p, bo'ladi. Ma hiya al-kalimatu desam siz nima deysiz? Al-kalimatu qawlun kalima qawlun mufidun. Qawlun mufradun wudi'a li ma'na. Wudi'a li ma'na. Ana shunday aytib berishingiz kerak. Siz mana shu kitobni o'rganayotganda men aytgan usulda, men sizlardan talab qilayotgan usulda qoidalarni mana shunday qilib arabchasini aytib beradigan qilib yodlang. O'sha qoida bir umringizni qolib ketadi. Biz birinchi o'qigan ustozimizda mana shunaqa qoida yodlaganmiz. O'sha qoidani hozir so'rasa men aytib bera olaman. Qoida zehningizga kelaveradi. Va mana shu yodlagan qoidalaringiz keyingi kitobda sizda nima bo'ladi? Keyingi kitoblarni o'sha qoidalarning ustiga qurib ketasiz. Asos bo'lib beradi. Tushundingizmi? Shuning uchun bu masalaga e'tiborsiz bo'lmanglar. Oysha, rahmat. Parizoda bormi? Parizoda. Bugun birinchi dars yo'q, ko'pchilik yo'q. O'sha yo'qlarga ogohlantirib qo'yinglar. Ya'ni tanaffusdan keyin 15 kunlik tanaffusimizdan keyingi birinchi dars. Bu ta'sir qiladi ularning guruhda qolish qolmasligiga. Ummu Abdulloh bormi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. O'qing. Kelgan joyda. Ta'riful ismi va alamatuhu. Ism ta'rifi va alomatlari. Ism ta'rifi emas, ismning ta'rifi va uning alomatlari. Demak, biz nahvga kirdik, nahvda aytdik, nahv dedik, arabiy kalom haqida bahs qiladi dedik. Endi kalomni aytdik, kalom 3 qismga bo'linadi dedik. Qaysilar? Kalimalar 3 qismga, kalom emas, afwan. Kalima 3 qismga bo'linadi dedik. Qaysilar? Ism, fe'l, harf.
ism fe'l harf dedik, to'g'rimi? Ism fe'l harf dedik. Endi ana shu umumiy 3 ta qismni aytib oldimi? Endi o'sha 3 ta qismni bitta-bitta o'rganamiz. Ism deb nimaga aytiladi? Ismning ta'rifi nima? Ism qanday holatlarda bo'ladi? Sekin ko'ramiz, o'qing. فالاسم لغة هو ما دل على مسمى، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمان كمحمد وبكر. Ism lug'atda nomlangan biror narsaga dalolat qiladi va istilohda ma'noga o'zidagi ma'noga dalolat qiladi va zamon bilan bog'lanmaydi. Muhammad va Bakrdek. Va alamatuhu sihhatu an yadkhulahu. Shoshmang. Endi ism nima ekan? Ismni lug'aviy ma'nosi nima desiz? Huwa ma dalla ala musamman. Bir musammoga dalolat qilar ekan. Ism lug'atda. Ha, istilohda dedik. Istilohda nahv ulamolarining istilohida ism deb nimaga aytiladi desiz? Kalimatun, bir kalimaga aytilar ekan. Qanday kalima? Dallat ala ma'nan. Demak, ma'noga dalolat qilish kerak ekan. Ma'noga dalolat qilmasa nima bo'lmaydi? U kalima bo'lmaydi. Ha, fi nafsiha. Qanday ma'noga dalolat qilganda ham qanday bo'lish kerak? O'zidagi ma'noga dalolat, o'zi bilan ma'noga dalolat qilish kerak, mustaqil ma'noga dalolat qilish kerak. Va o'sha ma'no nima bo'lish kerak? Valam taqtarin bi zamanin. Birorta zamonga bog'lanmagan bo'lish kerak. Masalan, kataba so'zi ma'no anglatyaptimi? Ha? Dallat ala ma'nan degan ta'rif shunga tushadimi? Ha, tushadi. Lekin u zamonga dalolat qilyaptimi, dalolat qilmayaptimi? qilyapti. Ha, demak zamonga dalolat qilyapti. Shuning uchun biz kataban nima deymiz? Katabani ism deya olmaymiz. Uni nima deymiz? Fe'l deymiz. Fe'l deymiz. Masalan, Muhammad kalimasi. Muhammad kalimasidan biz hozir o'tgan zamonni tushundik. To'g'rimi? Muhammad kalimasini o'tgan zamon tushundikmi? Yo'q. Ha, nimani tushundik? Ismni tushundik. Muhammad kalimasini zamonni tushunmadik. Muhammad kalimasi zamonga dalolat qilmaydi. Masalan, Muhammad desamda o'tgan zamon desam, to'g'ri bo'ladimi shu? Yo'q. Yo'q, to'g'ri bo'lmaydi. Demak, ism nima desangiz, o'zi mustaqil bir ma'noga dalolat qiladigan, zamon bilan bog'lanmagan so'z. Muhammad, Bakrlar mustaqil ma'noga dalolat qiladi. Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi. Lekin nima bo'ladi? Lam taqtarin bi zamani. Birorta zamon bilan bog'lanmaydi. Masalan, rajulun desam, shu rajulun degan narsam, rajulun degan kalima zamonga dalolat qiladimi? Yo'q. Ma'noga ega, lekin zamonni bildirmaydi. Tushundingizmi? O'qing. Alomatlar. Endi ismi nimaligini bilib oldik, lekin bizda shunday kalimalar kelib qolsa-yu, chuvalashib qolsa bizga, iltibos bo'lib qolsa, iltabasa bo'lib qolsa, aralashib qolsa, shularning ichidan ismlarni qanday ajratib olamiz desa, ismlarni ajratib oladigan alomatlari bor. O'sha alomatlarni ko'ramiz. O'qing. وعلاماته صحة أن يدخله حرف جر أو التنوين وكذا قبول الإضافة والنداء والإخبار عنه. Hop, alomatlari harfi jarni kirishi mumkinligi yoki tanvin yoki ta'rif, ya'ni alni qabul qilishligi va shuningdek izofani qabul qilishligi va nidoni va ixbar anhu xabar jumlani qabul qilishligi. U haqida o'sha narsa haqida xabar berilishini qabul qilsa. Demak, qarang. Harfi jarlar nima? Fi, min, an, ala, kaf, rubba, ba. Ahsan, pastda berilgan, to'g'rimi? Harfi jarlar nima desangiz, mana pastda mana bu yerda aytayapti. Mana shularning hammasi harfi jar bo'ladi. Masalan, fi, min, an, ala, kaf, rubba, alba, huruful qasam. Huruful qasamlar vav, ba'lar, ta'lar keladi. Bularni bilasizlar. Endi harfi jarning ta'rifi nima desalar, harfi jar ismlarning oldiga kirib turib, ularni majrur qiladigan va turli ma'nolarga dalolat qiladigan harflar hisoblanadi. Demak, harfi jar faqatgina nimaga kirar ekan? Faqatgina ismga kirar ekan. Ismga kirar ekan, fe'lga kirmas ekan. Demak, harfi jar bir kalimaga harfi jar kiryaptimi? Bilingki, shu nima bo'ladi? Ism bo'ladi. Xo'p, mana keyingisini o'qing. Tanvin. Ta'rif. Tanvin nima? Tanvin.
Tanvinni ism nimaligini faqat bilasizlar. Qarang, tanvinni nimaligini bilasizlar. Betartib ilm o'qilganligidan, haligi manhajiyatsiz ilm o'qilganligidan sizlar o'zlaring biladigan narsalarni ta'riflab bera olmaysizlar. Shuni endi sizlar hozir mana shu bosqichda o'zingiz biladigan narsani ta'riflab bera oladigan darajaga chiqishingiz kerak. Tanvin nima desa siz aytasiz. Tanvin ismni oxiriga qo'shiladigan, zoida bo'lgan, sukunli nun bo'lib turib, u faqatgina talaffuzda aytilinadi. Yozuvda yozilmaydi. Ana shu narsa tanvin deyiladi deysiz. Tanvinni biz yozuvda mana bu ko'rinishda ifodalaymiz deysiz. Kalimani ustida, kalimani tagida, to'g'rimi? Ha? Mana bu holatda haligi domma holatida ifodalaymiz deysiz. Ana shu narsa tanvin bo'ladi. Demak, bir kalimaga tanvin kiryaptimi? Demak, ismliga dalolat qilgan narsalardan bittasi hisoblanadi shu. Ta'rif. Xo'p, ta'rif nima? ta'rifu al. Faqat al bilan bo'ladimi? Ma'rifa. Yo'q, ustoz, izofaga kirishlik bilan va yana Izofa bilan bo'ladi. alif lom bilan, Nido bilan bo'ladimi? albatta. Xo'p, yana. Mavsulalar bilan. Xo'p, endi bu yerda bizga Zamir. ta'rifdan murod, bu yerda alni kirishi. Alif lomni kirishi. Ar-rajulu, al-kitabuga o'xshab turib, to'g'rimi? Fe'l alif lomni qabul qilmaydi. Harf alif lomni qabul qiladimi? Yo'q. Masalan, alfi deb yozib keta olamizmi? Yo'q. Yo'q, to'g'rimi? Haligi nargi holatda, haligi musammo qilib keltirayotganda, nom qilib yozayotganingizda al-ba'u deb turib, masalan, alifbodagi hijoi nima qilib yozayotganingizda al-ba'u desangiz bo'ladi, lekin buni harfi jarga alni qo'shib keta olmaysiz. Demak, lom alif kirdi, to'g'rimi? Kaza qabulul idofa. Qabulul idofa. Idofa nima? Izofa nima? Ikkita alohida ma'noga dalolat qiladigan ismni bir-biriga isnod qildirib, bitta ma'noni anglattirish, to'g'rimi? Masalan, varoq degan, men sizlarga hamisha bitta misolni keltiraman. Sizlar o'sha mana bu eski o'quvchilar qo'limga kelib tushgandan beri mana shu misolni keltiraman. Zotan shu zehnida nima bo'lsin, to'yinki shu ma'no qolib ketsin, shu misol qolib ketsin. Masalan, varoq degan narsa bor, kitob degan narsa bor. Endi nima qilaman men shuni? Bir-biriga bog'layman. Varaqul kitabi deyman. Ikkalasi alohida ma'no anglatib turadi, to'g'rimi? Endi bitta ma'no anglatyapti. Nimani anglatyapti desangiz, kitobga tegishli bo'lgan bir varaq degan ma'noni anglatyapti. To'g'rimi? Masalan, sahfatul kitabi. Kitobning sahifasi yoki suhuful kitabi, kitobning sahifalari. To'g'rimi? Ana shu narsa izofa deyiladi. Va nido. Nido nima? Chaqirish. Nido, masalan, fe'lni ya yaktubu deya olmaysiz ekanda, ya rajulu deysiz ekan, ya Zayd deysiz ekan, ya Muhammad deysiz ekan. Ya yaktubu, ya yadribu deya olmaysiz ekan. Aya yadribu, aya yaktubu. Yaktubu deb turib fe'lni nido qilib chaqira olmaysiz ekan. Nidolik xususiyati nimaga xos ekan? Chaqirilishlik xususiyati ismga xos ekan. Ixbar anhu. O'qing. Nima degani ixbar anhu? Muhim narsa mana shu. Masalan, Biron narsa xabar berish. Masalan, men sizga aytsam mana bu yerda haligi yuqorida ko'rgan misolimiz Zaydun alimun desam, alimun kalimasi nima qilyapti shu yerda? Zayd haqida Zaydning olimligi haqida nima qilyapti? xabar. Xabar beryapti. Endi shuni biz mana shunday qilib ayta olamizmi? Masalan, yaktubu so'zini yozib turib. Masalan, bir odamning ismi yaktubu bo'lsa bo'lishi mumkin. Bir odamga yaktubu deb ism qo'yilgan bo'lsa, yaktubu alimun deyish mumkin. Lekin mana fe'l o'laroq yaktubu alimun deb turib nima bo'lmas ekan? Ixbar anhu qilib bo'lmas ekan. To'g'rimi? U haqida xabar berib bo'lmas ekan. Demak, ixbar anhu ismga xos ekan. O'qing. Hurufi jarlar. Misal مثال حرف الجر قوله تعالى أستغفر بالله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ترجمة
tarjimasi shart emas bizga hozir mana shu yerda nima qiling oyatlarni ichidan harfi jarlarni ajratib ko'rsating. يعبده bilan jar bo'lgan minal masjidi min bilan ilal masjidi ila bilan hop, min ayatina min bilan Ahsan. O'zi mana chizib ajratib berib ko'rsatgan, to'g'rimi? Isro surasida oyat keltirildi. Hop, ahsan. Tanvinga misol o'qing. مثال التنوين قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين bunda bayanu huda va mav'izatu Hudan va mav'izatun da. To'g'rimi? Hmm. Tanvin keldi. Ahsan. Bayanunda ham bormi? Ha. Bor. Keyingisini o'qing. Ta'rifga, alif lomga misol. مثال التعريف بال قوله تعالى الرحمن أستغفر بالله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بنديم الرحمن ده القرآن الإنسان البيان الشمس القمر النجم الشجر أحسن. أوكي. مثال الإضافة قوله تعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إضافة عبد الله mana shu Abdullohni menga i'rob qilib beringchi. Shunday o'zini alohida olib. Abd muzof. عبد مضاف اسم معروف اسم معروف emas, ism marfu. اسم مرفوع الله اسم جلالة إذا مضاف إليه اسم جلالة مضاف إليه majrur, to'g'rimi? Ana shu narsa izofa bo'ladi. Nidoga misol o'qing. مثال النداء قوله تعالى يا أستغفر بالله يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلبي بند يا آخر نقطة to'g'ri o'qing. أقلعي Qani misol bu yerda? bunda ya ardu va ya samau ey yer, ey samo deb turib nima qilinyapti? Yer bilan osmonga nido qilinyapti. Tagiga chizib qo'yibdi. Keyin misolni o'qing. Va qawluhu ya Yahya استغفر بالله يا يحيى خذ الكتاب بقوة bunda ya Yahyoga nido qilinyapti. Yahyo alayhissalomga ya Yahya xuzil kitaba biquva. Ey Yahyo, kitobni quvvat bilan olgin. Voy talabalar, sizlar ham ko'zlaringni ochinglar. Ilm o'qiyapsizlar, shiddat bilan, quvvat bilan, shijoat bilan, himmat bilan kitob o'qinglar. Xo'pmi? Darsga tayyorlansanglar ham quvvat bilan darsga tayyorlaninglar. Maylimi? Mana shu yerda sizlarga o'rnak bor. Ya Yahya xuzil kitaba biquva. Ya Yahya deb turib Yahyo alayhissalomga nima qilindi? Nido qilindi. محمد مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة رسول خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة مضاف الله اسم جلالة مضاف إليه مجرور. Demak, nima bo'ldi? Muhammad alayhissalom haqida xabar berildi. Muhammad alayhissalom haqida nima bilan xabar berildi? Nima deb xabar berildi? U kishi Allohning rasuli ekanligi haqida xabar berildi, to'g'rimi? Nima uchun bu yerda Muhammad kalimasi ixbar anhuni qabul qildi? Chunki xabar berilayotganligi uchun. Ism bo'lgani uchun, ustoz. Ism bo'lganligi uchun.
Tushundingizmi? Ha. Keyingisini ham o'qib tugatib bering. وقوله الحج أشهر معلومات. bunda الحج مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. أشهر خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. Haj ma'lum bir oylardir. Haj nima deb savol beriluvdi? Nima deyildi? Haj ashhurun ma'lumat, ma'lum bir oylardir deyildi. Haj nima bo'ldi shu yerda? Ixbar anhuni qabul qildi. Nima sabab? Ism bo'lganligi uchun. Ism bo'lganligi uchun. Yuqorida o'tilgan mavzulardan kimning savoli bor? Kim nimani tushunmadi? Xo'p, demak biz yuqorida bugungi darsimizni mana shu yerda yakunlaymiz. Nahvni muqaddimasiga kirdik va nahvni 10 ta asosini o'rgandik. Birinchi asos nahvni haddi, mavzusi, samarasi, fazli, to'g'rimi? Nisbati, vaziyasi, ismi, manbalari haqida o'rgandik. Uni o'rganishning hukmi haqida o'rgandik va masalalari haqida o'rgandik. Batafsil bayon qildik bularni. Nahvni istilohan, lug'atan ta'rifini o'rgandik. Lug'atan nechta nimasi bor ekan, ma'nosi bor ekan nahvni? 7 ta. 7 ta ma'nosi bor ekan. 7 tadan 3 tasini mana bu yerda batafsil zikr qildi. Qolganini mana bu yerda zikr qildi. O'zing dedi, izlanib bu yoqqa men senga hamma narsani aytmayman, o'zing o'rganib ol dedi musannif. To'g'rimi? Mana bu 7 ma'nodan bir qator ko'rib chiqasizlar takrorlab. Istilohan ta'rifi فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء. Hali xudo xolasa bu boshlang'ich kitob bo'lganligi uchun bu yerdagi ta'riflarga hali qo'shimchalar keladi. Keyingi kitoblarda, katta kitoblarda, mo'tabar kitoblarda ta'riflar keladi. Ana o'sha ta'riflarga asoslanib ish qilamiz xudo xolasa. Kalimani o'tdik, kalomni o'tdik arab tilida. Kalima qawlun mufradun wudi'a li ma'nan. Kalam huwa al-lafz al-murakkab, lafzun murakkabun mufidun bil wada' al-arabi. Lafz nima, tarkib nima, ifoda nima, wada' al-arabiydan murod nima, uni ko'rdik. Ism ta'rifini ko'rdik. Ism huwa ma dalla ala ma'nan ala musamman. Istilahan kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Zamondan murod mozi, muzori, kelajak, mustaqbal. Alomati. Ismning alomatlari nima edi? Aytinglar. Harfi jar, tanvin, aliflam qabul qilishligi, bundan xabar berishligi, harfi nido, izofa bo'lishligi. Izofa bo'lishligi. Ahsantum. Xudo xolasa keyingi darsdan fe'lni ta'rifidan boshlab nima qilamiz? O'rganamiz. Alloh taolo o'zi xayrli manfaatli ilm bersin. Yaxshi o'qinglar, yaxshi dars qilinglar. Keyingi darsdan savol-javob ham bo'ladi. Shunga qarab tayyorgarlik ko'rasizlar. Bugun o'qimagan o'quvchilar keyingi darsda o'qiydi. Uyga vazifa sizlarga. Birinchi uyga vazifa. O'tgan mashqni, o'tgan nimani, misolni, mavzularni, misollari bilan yaxshi o'zlashtirasizlar. Ikkinchi, keyingi o'qilinadigan mavzuni kamida 5 bet, 10 bet miqdorida nima qilasizlar? Jamoaviy muzokara qilasizlar. Mukolama qilasizlar. I'roblarni qilasizlar, ma'nolarni yechasizlar, lafzlarni tarjimasini chiqarasizlar. Xulosalab yozasizlar. Darsga yaxshi tayyorlanib kelinglar. Inshaalloh xudo xolasa ertaga darsimiz bo'lsa bilan ertaga ko'rishamiz. Va axiru davana alhamdulillah. Aqulu qawli hada astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.